أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari, oliy sifatlari bilan bugungi shanba kungi darsligida jamlanib o'tirgan ekanmiz. Alloh taolodan bu darslikni Alloh taoloning roziligi uchun o'tilayotgan darslar qatorida qilishni, Alloh taoloning huzurida qabul, maqbul bo'lgan darslar qatorida Alloh taolo qabul qilishligini Alloh taolodan so'raymiz. Nimalar telefonlarni o'chirib qo'yishinglarni so'ranamiz. Bu darsliklar faqat bu yerdagi 100 odam eshitayotgani yo'q bu darsni. Bu darsliklar zapis qilinyapti-da, butun hamma joyga tarqatilyapti. Bitta Qozog'iston emas bu bilan foydalanyapti. Minglagan odamlar foydalanyapti bundan. Shuning uchun bizning taklifimiz emas. Shu odamlarning taklifi darsingizdagi telefonlarni o'chirtiring dedi. Telefonlar o'chirgan bo'lgandan keyin darsga xalaqit beryapti, eshitayotgan odam xayolini bo'lyapti, dars yaxshi yozilmayapti. Biz payg'ambarlar qissasi Nuh alayhissalomni qissasini nihoyasiga yetib, undan keyingi navbatdagi payg'ambar Hud alayhissalomning qissasiga yetib kelgan edik mana. Hud alayhissalom. Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalomni nima qildi? Qavmini g'arq qildi. Unga iymon keltirganlar va Nuh alayhissalomga Alloh taolo najot berdi. Va yer yuziga tarqagan odamlar Nuh alayhissalom bilan najot topgan mo'minlardan hech kim nima bo'lmadi, farzand ko'rmadi. Faqatgina Nuh alayhissalomning zurriyotigina yerda tarqadi. Faqat Nuh alayhissalomning zurriyoti yerda tarqadi. Shulardan keyingi navbatdagi payg'ambar Hud alayhissalom. Bu Hud alayhissalomning nasablariga kelib, nasablariga qaraydigan bo'lsak, Hud ibn Abdullah, ibn Ribah, ibn Jarud, ibn Ad, ibn Aus, ibn Iram, ibn Sam, ibn Nuh. Nuh alayhissalomga borib taqaladi. Nuh alayhissalomga borib taqaladi. Demak, Hud alayhissalomning 5-bobolari Ad, 7-bobolari Iram, 8-si Sam, 9-si Nuh. Nuh alayhissalom. Hud alayhissalomning qabilalarini Ad qabilasi yoki bo'lmasa Iram deb Alloh taolo Qur'onda shunday keltiradi. Ad qabilasi yoki Iram deb keltiradi. Buni sababi bobolariga nisbat beriladi. Hud alayhissalom 5-bobosi 7-bobosiga nisbat beriladi. Qur'onda shunday keltiradi. Shuning uchun ularni yo Ad qabilasi yo Iram qabilasi deb ismlangan. Bular Ahqofda yashagan. Ahqofning ma'nosi qumlik tog'lar degani. Tog' atroflari hammasi qumdan iborat, hech narsa yo'q, o't cho'p, shunaqa bir tog'da yashaganligi uchun Ahqof deyilgan ekan. Bu joy qayerda joylashgan? Yamandagi Ummon bilan, hozirgi Ummon davlati va Hazarul Maut deydi, Yamanning bir mantiqasi Hazarul Maut, o'shaning oralig'ida joylashgan joy edi deydi. Ahqof. Ahqof xosatan shu sura Qur'onda keladi. Ahqof surasi deb. Shunday ism bilan keladi.
Bu suraning ismlanishlik sababi demak o'sha qavm haqida gapirgan vaqtida Alloh taolo shu joyning nima dedi? Ismi bilan olib qo'ya qoldi. Ahqof surasi deb. Shuning uchun Ahqof surasi deganda darrov zehnimizga nima keladi? Hud alayhissalomning qavmi bizni zehnimizga keladi. Va shunga o'xshagan Alloh taolo Qur'onda yana Ahqof surasidan tashqari Ahqof surasini zikr qildi. Endi bu yerda mana Alloh taolo Qur'onda keltiryapti, "Vazkur axa adin iz anzara qawmahu bil ahqaf" dedi. Mana Alloh taolo Adga o'zining nimasini jo'natdi? O'zining ichidan birodarini jo'natdi. Hudni, Adga Hudni. Ularni o'zini qavmini Ahqofdagi qavmni, Ahqofda yashayotgan qavmni ogohlantirishlik uchun deyapti. Bular Ad qabilasi, Hudning qavmi chodirlarda yashashardi. Chodir tikib, chodirlarda yashashardi. Alloh taolo Qur'onda bularning hayotini zikr qiladi. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi'ad irama zatil imad. Robbingiz uzun ustunlar egasi bo'lgan Iram shahridagi joylashgan Ad qabilasini qanday halok qilganini ko'rmadingizmi deyapti. Alloh taolo demak halok qilganini, ularni qayerda yashagan, qanday yashagan, qayerda joylashgan hammasini bayon qildi. Hammasini aytib ketdi. Iram shahrida uzun ustunlar, ya'ni chodirlarning tagida yashagan Ad qabilasi. Qanaqa edi ularning yashash turmushi desa, Alloh taolo aytadiki, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ular shunaqa yashashardiki, ularning o'zining vaqtida unga o'xshagani boshqa shaharlarda yaratilmagan edi deydi. Shunaqa boy, shunaqa badavlat, hamma narsa ularga berilgan holatda yashashar edilar. Ular demak chodirlarda, sohilda yashardi, ammo tog'larning tepalariga chiqib, tog'larni o'yib, naqshlab, qasrlarni tog'larning tepasiga olib chiqib qasr qurardi. Yashash uchun emas. Yashash uchun emas. Faxrlanishlik, o'yin kulgu qilishlik, kayfi safo, maishat. Mana shunaqa dunyoni nima bilan o'tkazishni bilmaganligidan tog'larning tepalariga qasrlarni qurar edi. Hatto ba'zi raviylar keltirgan ekanki, Ad qabilalari ularning qo'rg'onlari, devorlari bir g'ishti tilladan, bir g'ishti kumushdan bo'lgan deydi. Shunchalik darajada ularning ustunlarini nimasi bir g'ishti tilladan, bir g'ishti esa kumushdan edi deydi. Bular asl arablar edi. Arab tilida gaplashardi. Ad qavmi, Hud qabilalari, Hud qavmi, Ad qabilalari arab tilida gapirardi. Hud alayhissalom demak arablardan edi. Hud alayhissalom ba'zilar aytishadiki, eng birinchi arab tilini gapirgan kishi Hud alayhissalom deyshadi. Ba'zi mufassirlar bu noto'g'ri narsa. Biz yuqorida o'tganmiz, eng birinchi arab tilida gapirgan Adam alayhissalom yaratgan vaqtida farishtalarga, malaklarga salom ber deganda, Adam alayhissalom salom berdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh deb turib. Demak, Adam alayhissalomdan bu yog'iga arab tilida gapirilgan edi. Sahih ibn Hibbonda Abi Zar radhiyallohu anhu dan keladi. Minhum arba'a min al-arab, payg'ambarlardan 4tasi arablardan. Bulardan Hud, Solih, Shuayb va sizni payg'ambaringiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam deydilar. Abu Zarga qarab payg'ambar alayhisalom. Yuqalu lil arab allazina kana qabla Ismoil alayhissalomdan avvalgi avvalgilarni al-arabul ariba deydi. Ya'ni asl arablar. Ismoil alayhissalomdan avvalgilarni.
İsmoil alayhissalomdan keyingi arablarni al-arabul musta'raba deyishadi. Aralashgan arablar deydi. Aralashgan arablar. Chunki aralashishligi Ismoil alayhissalom arab bo'lmagan, kan'oniy bo'lgan. Arab bo'lmagan, kan'oniy bo'lgan. Lekin buni qissalariga keyin Ibrohim, Ismoil payg'ambarlarning qissalariga kelganda to'lig'icha zikr qilamiz, ammo tushuncha uchun aytamizki, Ismoil alayhissalomni Ibrohim alayhissalom Makka da tashlab ketganlaridan keyin Makkaga asl arablar qabilalardan bo'lgan Jurhum qabilasi ko'chib keladi. Makkada suvli Zamzam chiqib turgan joyga joylashadi. Shulardan qizlariga uylanib, Ismoil alayhisalom arablardan arab tilini fasohati bilan to'liqcha o'rganadi. Shuning uchun Ismoil alayhissalomdan keyingi tarqaganlari al-arab musta'raba, aralashgan arablar deyilgan edi. Nuh alayhissalomdan keyin tufon bo'lib o'tgandan keyin qancha avlod o'tdi? 9 ta avlod o'tdi. Nuh alayhissalomdan keyin tufondan keyin 9 avlod. 9 avlod o'tishligi haligi o'tib bo'lib o'tgan voqea sekin-sekin odamlar unutadi. Bo'lib o'tgan voqealarni, azobni yuborganligini, Alloh taolo Nuhni va unga iymon keltirganlarni qutqarib, Alloh najot berganligi sekin esdan chiqaveradi. Hozir o'zimiz ham o'likni ko'ryapmiz-ku. O'limni ko'rib turamizda aytamizki, endi tavba qildim, endi men ham namoz o'qiyman deb eng kuchanib borganimiz bir oydan keyin esimizdan chiqarib yuboryapmiz. Kasal bo'lib qolib, yotib, to'shakka mixlanib qolgan vaqtda tuzalib ketsam namoz o'qiymiz deymiz. Keyin haligi tuzalgandan keyin uzoq bir oy eslaymiz-ku, haligi qattiq kasalni ham bir oydan keyin esdan chiqib ketyapti. Xuddi shunga o'xshab ular ham 9 avlod o'tishlik bilan birgalikda o'sha o'tgan voqealarni sekin-sekin esdan chiqardi. Shayton 9 avlodni o'tkazguncha endi bekor yurmaydi shayton. Yana ularni shirkka, yana ularni o'sha butlarga ibodat qilishlikka sekin-sekin olib keldi. Avvalu man abada al-asnam ba'da qawmi Nuh, demak Nuh qavmidan keyin eng birinchi butlarga yana ikkinchi marta ibodat qilgan qavm bular kim edi? Hudning qavmi, Ad qabilalari edi. Alloh taolo Ad va mana shu Hud alayhisalomning qissasini, Ad qabilalarini zikrini Qur'onda A'rof surasida, Hud surasida, Mu'minun surasida, Shu'ara, Fussilat, Ahqaf, Zariyat, Al-Qamar, Al-Haqqa, Surat Fajr suralarida zikr qildi. Bularni aytishimizning maqsad kimdir keyinchalik murojaat qilib ko'raman desa shu suralarga qaytish mumkin. Ad Nuh alayhissalomdan keyin yerda hukmronlik qilayotgan qabilalardan biri Ad bo'ldi. Yerni endi boshqarib turayotgan kim? Ad qabilasi. Alloh taolo vazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qawmi Nuh va zadakum fil khalqi basta. Eslanglar deyapti Alloh taolo. Sizlarni Nuhni qavmidan keyin yerga xalifa qilib qo'ydik dedi. Ya'ni yerni boshqarayotganlar, yerni kattalari, shular Ad qabilalari. Shunday qildik biz sizlarni va sizlarni yaratilishlikda boshqa kuch-quvvatda yana ham nima qildik deydi Alloh taolo? Ziyoda qildik, ortiqroq qildik deydi. To Nuh alayhisalomdan ham ortiqroq, kattaroq. Odam alayhisalomning o'zi 60 metr. Endi bularniki undan ham katta qildik deyapti. Ad butlarga ibodat qilishni boshlaganidan keyin Alloh subhanahu va taolo ularga payg'ambar qilib Hud alayhisalomni yubordi. Hud alayhisalom qavmini da'vat qila boshladi. Birinchi boshlagan da'vat biz yuqorida aytganmiz, payg'ambarlarning eng asosiy yuborilishi va da'vati tavhid, Allohni yagona bilishlik edi. Mana birinchi yuborilishlikda Hud alayhisalom da'vatini boshladi. Va ila adin akhahum Huda qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun. Ad qavmiga o'zlarining birodari Hudni yubordik. Aytdiki, ey qavmim, Alloh taologa ibodat qilinglar. Allohdan boshqa sizlarga iloh yo'q.
afala tattaqun, Allohdan qo'rqmaysizlarmi dedi. Demak, ibodat qilinglar. Alloh taolodan boshqa iloh yo'q. Allohdan qo'rqmaysizlarmi degan da'vat bilan boshladi. Qala Hud alayhissalom qavmini da'vat qilayotganda qilgan da'vatlarini ba'zisiga to'xtaymiz. Hud alayhissalom qavmini da'vat qilganda qilgan da'vatlarini ba'zisiga to'xtaymiz. O'sha eshikni yopib qo'yinglar, nariyadan kirsin. Va ila adin akhahum huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu id antum illa muftarun. Ya qawmi la as'alukum alayhi ajra in ajri illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Hud alayhissalom da'vatlari. Alloh taolo aytibdi, Adga Hudni biz yubordik payg'ambar qilib. Ad qavmiga Hudni payg'ambar qilib yubordik. Qavmiga, ey qavmim, Alloh taologa ibodat qilinglar. Allohdan boshqa iloh yo'q. Faqat sizlar to'qib olgan ilohlar bo'lmasagina. Innantum illa muftarun. Sizlarni chiqargan ilohinglar, butinglar, buni sizlar to'qib chiqargansizlar. Alloh taolo buni shariat qilib tushirgan emas. Shariat qilib tushirgan emas edi. O'zingizlar to'qib chiqargan butlarga o'zingizlar ibodat qilaverasizlarmi? Alloh shariat qilib tushirgan narsaga inson shunga ibodat qilish kerak. Shariatga yurish kerak. Ey qavmim, men sizlardan qilayotgan da'vatimga ajr mukofot so'ramayapman. Mening ajr mukofotim meni yaratgan zotning zimmasiga, Alloh taologa. Sizlar aqlinglarni ishlatmaysizlarmi? Tepada Nuh alayhisalom ham shuni aytgan edi-ya. Ajr mukofot so'ramayapman. Ey qavmim, Allohga Robbinglarga istig'for aytinglar, keyin unga tavba qilinglar. Osmonni sizlarga osmondan yomg'irlar yuboryapti. Va sizlarni istig'for ayting, tavba qiling, shunda nima bo'ladi? Osmondan yomg'irlarni yuboradi. Va sizlarning quvvatingizlarga yana quvvatlarni qo'shadi Alloh taolo. Sizlar mujrim bo'lib burilib ketmanglar dedi. Mana shu Hud alayhissalomning qisqacha da'vat. Bundan olinadigan ba'zi bir foydalarga ya ba'zi bir oyatlarga yana to'xtaymiz. Birinchi aytayotgan so'zi Hud alayhissalomni la as'alukum alayhi ajra degan gapiga to'xtaymiz. Men sizlardan ajr mukofotni so'ramayapman. Mening ajrim menga haq to'langlar demayapman men. Pul beringlar demayapman. Mening mukofotim dedi, meni yaratgan zotning zimmasiga dedi. Hamma payg'ambarlar mana shu gapni aytgan. Payg'ambarlar qilayotgan da'vatiga haq olmasligining o'zi haq payg'ambar ekanligiga dalolat qiladi. Chunki payg'ambarlar Allohning dinini har qancha dunyoga almashtirmadi ular. Din shunday narsaki, u dunyo berilgan vaqtda dunyoning ko'p oziga qarab turib shariatning hukmlari almashib ketadigan narsa emas din. Dunyoni hammasini tilla qilib qo'lingizga ushlatsa ham din shu holatda qoladi. Yoki sizni kallangizni olaman desa ham din shu holatda qoladi. U o'zgaradigan, haq to'langanda haqning baland pastligiga qarab turib martabalarning haligi rutbaning ko'tarilish tushishiga o'xshab din o'zgaraveradigan narsa emas. Lekin biz ota-bobomizni dinini himoya qilyapmiz deyotganlar ozgina pul beriladigan bo'lsa dinlarini sotib yuboradi. Makka kofirlarini misoliga to'xtaymiz. Makka kofirlari aytishdiki, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen bizni olihalarimizni so'kyapsan. Nima qila biladi deyapsan? Yomg'ir yog'diradimi? Yo biror shifo bera oladimi? Nima qiladi bular? Tosh deyapsan. Bizni olihalarimizni so'kyapsan, haqorat qilyapsan. Ota-bobolarimizdan meros qilib ushlab kelayotgan xudolarimizni sen nazaringga ilmayapsan. Kamsityapsan. Bizni shunga jonimiz chiqib, jonimizni fido qilayotganimiz shu xudolarimiz uchun deyishdi. Endi qarang. Sekin musulmonlar Madinaga hijrat qilib ketib qoldi. Shularning qatorida Suhayb ar-Rumi hijrat shu kishiga keldi navbat. Makka da kofirlar o'ldirib boshqa qilib musulmonlarni azoblayotgandan keyin bu kishi ham navbat shunga keldi. Makkadan Madinaga qarab hijrat qilyapti. Hijrat qilayotganligini eshitib qoldida kofirlar aytdi,
Buni yuborib nima qilamiz? Yo'lda o'ldirib yuboraylik buni dedi. Xudolarini himoya qilgan, ota-bobolarining dinini himoya qilganlar-da. Shundan Suhayb ar-Rumiyni orqasiga ergashib 40 ta otliq keldi. Suhayb ar-Rumiy tog'ning tepasiga qochib, yugurib tog'ning tepasiga chiqib oldi. Tog'ning tepasiga chiqib turdi-da, bir necha vaqt otishdi. Keyin aytdiki, qarasa foydasi yo'q, 40 odam. Ey Makkaliklar dedi, mushriklar. Ey Makkaliklar. Men Allohga qasamki dedi. Meni o'ldiraman deyotgan bo'lsanglar, men sizlardan 10 tanglarni o'ldirmay jon taslim qilmayman dedi. Shunaqa odamman, otgan joyimga, nishonimga tegizaman. 10 tanglarni o'ldirmasdan meni ushayman deb avara bo'lmanglar. Bu sizlarga nima foyda dedi. Bir odamga 10 odam. Yo bo'lmasam, men mol dunyoimni aytay, qayerga qo'yganimni sizlar shuni anglarda meni qo'yib yuboringlar dedi. Hali biz faqat xudolarimizni himoya qilib chiqyapmiz. Ota-bobomizdan kelgan meros olgan dinimizni himoya qilib chiqyapmiz degan 40 odam ashiyaga kelgan vaqtda aytdiki, bir odamga 10 odam o'lib nima qilamiz dedi. Pulini olaylik, qo'yib yuboraylik buni dedi. Ko'rdingizmi, qayerda almashtiryapti? Dinini almashtiryapti. Jon kerak-da. Pul kerak, din kerak emas. Ota-boboning yo'li ham kerak emas. Pul turgan joyda. Lekin Allohning rasul payg'ambarlari almashtirmadi. Ajr mukofotga ham almashtirmadi. Keyin aytdiki, ha mayli, ayt pulingni qayerda, tillalaring ko'mib qo'ygan qayerda degan, mening mablag' yig'gan boyliklarim falon joyni borasizlar, shu yerni kavlaysizlar, o'sha joyda dedi. Shunda mushriklar shunday burildi-da, ketdi. Suhayb Rumiy tushdi-da, Payg'ambar alayhisalomga Madinaga hijrat qilib bordi. Hech narsa qolmadi. Ko'mib qo'ygan dunyosini mushriklar bordi, oldi. Payg'ambar alayhisalomning oldiga eson-omon kirib kelganlarda aytdiki, Rabihal bayya Suhayb, ey Suhayb, siz foyda qildingiz dedi. Foyda sizniki dedi. Iymon bilan keldingizda, iymon bilan. Ko'rdingizmi? Demak, ajr mukofot ular da'vatlariga talab qilmadi, so'ramadi. Shuning uchun payg'ambarlar dinni pul uchun da'vat qilmadi. Payg'ambarning yo'lini ushlagan olimlar, ilm yo'lida yurganlar ham bu dinni dunyo maqsadiga yetish uchun o'rganishligi durust emas. Dunyoning bir maqsadiga erishaman degan biron maqsad bilan bu dinni o'rganishlik durust bo'lmaydi. Bu dinni faqat Alloh uchun o'rganib, jannat uchun, Allohning roziligi uchun o'rganilar ekan. Mana bu yerda aytayaptiki, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhulloh la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arafa al-janna yawm al-qiyamah." Kim Allohning yuzi umid qilinadigan bir ilmni, din ilmini, Allohning roziligi umid qilinish kerak aslida. Shu ilmni deydi. Dunyo maqsadlaridan biron narsaga erishaman deb o'rgansa deydi. Dunyo maqsadidan biron narsaga yetaman deb o'rgansa, bu odam qiyomatda jannatning hidini ham topmaydi deydi. Qiyomatda jannatning hidi ham yo'q. Dunyoning bir maqsadiga erishaman degan odamga. Ibn Mas'ud aytadi: "Law anna ahlal ilmi sa'anu ilmahum wa wada'uha inda ahlihi." Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadi, sahobiy. Ilm ahllari ilmlarini saqlaganida edi va kerakli joylariga uni qo'yganida edi, bular o'zining zamonasining eng sayyidlari, eng ulug'lariga aylangan bo'lardi, ilm ahllari dedi. Lekin ular ilmlarini dunyo ahllarining qadamini tagiga qo'ydi dedi. Dunyo ahllarining qadamini tagiga qo'ydi. Dunyodor bo'lsa, bo'ldi. Har bir domla bir boyning orqasida. Har boyning bir domlasi bor o'zini. Hozir siz aytgan da'vatni xohlasa qabul qiladi, xohlamasa o'zini domlasiga telefon qiladi, "Bu yoqqa" deydi. Yugurib keladi hali domlasi. "Mana deyapti" desa, "Yo'q, taqsir" deydi. "Sizning sharoitingizga to'g'ri kelmaydi uni gapi" deydi. Bo'ldi, fatvoni shu yerda beradi. Ilmni nimaga qo'ydi? Saqlamadi. Ilmni boylarning qadamini tagiga qo'ydi. Alloh taolo ilm ahllarini xor qildi.
zalil qildi, past qildi. Keyin nima deydi odamlar? Bunday qarasa, ilm ahllari xor bo'lib boylarning orqasida yugurib yuribdi. Boylar esa jaraq-jaraq pul bilan hamma ilm ahlini sotib olyapti. Aytdiki, undan ko'ra ilm olgandan ko'ra pul topsak ilm o'zi kelar ekan, dedi-da pulga qiziqib ketishdi odamlar. Musibat qayerda ekanini ko'rdingizmi? Dinni sotilmaydi. Din gapi masalasi nima ekan? Ulamolar, payg'ambarlar la salukum alayhi ajra. Sizlardan ajr so'ramayapman. Shunaqa degan ekan. An Abi Hurayra qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layl muzlim yusbihu al-mar'u mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u ahadukum dinahu bi'aradin qalilin min ad-dunya. Shunday zulmatlik, qorong'u kechaga o'xshagan fitnalar kelishdan avval amallarni qilib olinglar degan ekan. Fitnalar keladi insonga, dinida, boshqasida. Shundan avval amallarga shoshiling, qiling amalni. Shunday zamonlar keladi, bir odam musulmon bo'lib tong attirsa, kechgacha kofir bo'ladi deydi. Kech payt kofir bo'lsa, tonggacha musulmon bo'ladigan davrlar kelib qoladi deydi. Shu davrlarda bir kishi dinini arzimagan pulga sotib yuboradi deydi. Dinini arzimaydigan bir mablag', bir pullarga dinini sotadi deydi. Ko'rdingizmi? Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Innal ladina yaktumuna ma anzalallohu minal kitabi va yashtaruna bihi thamanan qalila. Alloh taolo ahli kitoblarga aytgan, lekin buni mufassirlar aytadiki, har bir Muhammad alayhisolamning ummati shu narsani qilayotgan bo'lsa, unga mutobiq bo'laveradi degan. Ya'ni Alloh taoloning nozil qilgan narsasini yashirayotgan kishilar deydi. Bir odam keldi-da aytdiki, kattaroq odam, mansabidan qo'rqasiz. Aroq harommi degan. Yo'q, men xabarim yo'q deydi. Domla. Hijob Qur'onda kelganmi desa, zamonga qaraysiz. Aytadi, yo'q deysiz. Men aytini o'qimadim deysiz. Alloh taolo nozil qilgan narsani Qur'onda yashirayotganlar deyapti. Va uni arzimaydigan pulga sotyapganlar. Pul berib qo'ygan bo'lsa, arzimaydigan pulga sotyapganlar. Ulaika ma yakuluna fi budunihim illan nar. Ular qarinlarida faqat o'tni yeyapti. Qarinlarida ular faqat o't yeyapti. Va la yukallimuhumulloh yawmal qiyamah. Qiyomat kunida Alloh taolo ularga gapirmaydi. Alloh taolo ularga gapirmaydi qiyomatda. Va la yuzakkihim, gunohlaridan tozalamaydi ham ularni. Kechirmas ekan gunohini. Va lahum azabun alim. Ularga alamli azoblar bor. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ular hidoyatni sotib olish o'rniga zalolatni sotib olishdi. Mag'firatni sotib olishlikning o'rniga ular azobni sotib olishdi. Fama asbarahum alan nar. Qanday do'zaxga chidar ekan deyapti Alloh taolo. Demak, ilm, gavhar, din sotiladigan narsa emas. Keyingi oyatdagi kelgan Hud alayhisalom da'vati, ya qavm istaghfiru robbakum thumma tubu ilayh. Ey qavmim deydi Hud alayhisalom. Istaghfiru robbakum. Robbingizga istig'for ayting, keyin tavba qiling. Savol. Istig'for aytishlik, tavba qilishlikning nima farqi bor? Astaghfirulloh va atubu ilayh deysiz. Astaghfirulloh va atubu ilayh deysiz. Ha? Tavba qildim deysiz. Istig'for aytaman deysiz. Nima farqi bor? Qani, qo'linglarni ko'taringlar. Faqat haligi musobaqa qilib mukofot qo'ysagina ko'tarasizlar. Mukofotni gapirdik-ku. Mashaalloh, kim? Alloh rozi bo'lsin. Istig'for bilan tavbaning farqi. Istig'for bilan tavba
ikkovi bir joyda keladigan bo'lsa, hozirgi oyatimizga o'xshab nima deyapti? Istig'for agar tavbadan alohida keladigan bo'lsa, birinchi shuni aytaylik. Faqat istig'forni o'zi kelsa yoki bo'lmasa faqat tavba so'zi o'zi kelsa Qur'onda. Mana Qur'onda faqultu astagfiru robbakum innahu kana g'affara. Qultu astagfiru. Tavba yo'q. Istig'for so'zini o'zi kelyapti. Tavba kelmayapti. Kelsa istig'fordan maqsad ham istig'for ham tavba ikkisi bir ma'noni anglataveradi. Tushunarlimi? Bo'lak kelsa tavba desa istig'for desa tavba tushuniladi. Ammo ikkovi bir joyda kelsa, hozir Hud alayhissalomning da'vatida istagfiru robbakum thumma tubu ilayh. Allohga istig'for aytinglar, keyin unga tavba qilinglar deb kelsa, istig'fordan maqsad o'tgan gunohlarni Alloh kechir degan so'z bo'ladi. Istig'fordan maqsad o'tgan gunohlarni kechir. Tavbadan maqsad hozir va kelajakdagi bo'ladigan gunohlarni Alloh taolo kechir degan so'z bo'ladi. Tushunarlimi? Istig'for o'tgan gunohlar, tavba hozir va kelajakdagi bo'ladigan gunohlarni Alloh taolo kechir degan ma'nolarni anglatadi ekan. Hud alayhissalom qavmini da'vat qildi. İz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Hud o'zlarining birodari, o'zlarining ichidan chiqqan payg'ambar qavmiga qarab, ey qavm, Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Men sizlarga amin, ishonarli payg'ambarman. Fattaqulloha va ati'un. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat etinglar. Va ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala robbil alamin. Men sizlardan ajr so'ramayapman, mening ajrim, haqim Robbil alaminga qiyomatda savob bo'ladi. Atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. O'yin kulgu uchun baland tepaliklarga, har qanday baland tepalik ko'rsanglar, o'yin kulgu uchun binolar salaverasizlarmi? Da'vati Hud alayhisalom qavmiga qilyapti. Va tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Shunaqa qasrlarni quryapsizlar, go'yo sizlar abadiy shu dunyoda qoladigandaqa. Xuddi Hud alayhisalom hozir tirigu bizga da'vat qilyapganda-ya. Abadiy qoladigandaqa qasrlarni quraverasizlarmi? Tayyor turgan devorni olib tashab, plastik tashlab, aboy nima chiqsa shuni qilaverasizlarmi? Va idza batashtum dabbarin. Qachon birovni jazolamoqchi bo'lsanglar, zulmni boshqani qaramasdan kuchinglar yetgunicha jazolaysizlar. Subhanalloh. Hozir bizlarni aytayaptimi? Fattaqulloha va ati'un. Allohdan qo'rqinglar va menga itoat etinglar deyapti Hud alayhisalom. Hud alayhisalom qavmi havoyu nafslariga juda berilib, o'z shaharlaridan tashqarida, yo'l yaqalarida, qayerda bo'lsa, ozgina bir parcha joy topsa ham har xil balandliklarga o'yin kulgu qilish uchun baland, qiymatbaho bo'lgan qasrlar va boshqalarni qurishdi. Xuddi bugungi kunimizdagiday bir yo'l bo'yida bir masjid tushadigan bo'lsa, uning atrofi to'yxona, kafe, bar, qimorxona to'lib ketib, keyin yana masjid mayida oshchilik qilyapti. Bu masjidni yo'lni bo'yidan olib tashlash kerak deyapti. Hud alayhisalomning qavmida xuddi shunaqa bo'lgan ekan. O'xshashligimiz bor. Alloh taolo o'xshatmasin. Hud qavmiga o'xshatmasin Alloh taolo. Xuddi Hud qavmi qasr va saroylarni qurish va uni bezash bilan avora bo'lib payg'ambarlarga ergashmadi deydi. Xuddi biz ham bugungi kunda dunyo bilan uylarimizni qasr qilish bilan avora bo'lib ulamolarga ergashmayotganimizga o'xshaydi. Dinimizdan uzoq bo'lib, din faqat domla degan odam qo'yib qo'yganmiz, saylab hammasini shu odam farzi kifoyada. Domla qilsa hammadan soqit.
Namoz o'qisa, domla bir mahallada yetadi, hamma mahallaga. Namoz o'qimaydi mahalla. Domla roza tutsa, mahallaning hammasiga yetadi. Domla bir Qur'on tilovat qilib qo'ysa, hammasi jannatga kirib ketadi. Farz kifoyada bu, Qur'on o'qish. Lekin kambag'ali ham uyini bezash bilan ovora. Yo'q, men deyotgani ham, zakot bormi deb kelyapgani ham uyini bezash bilan, qasr qilish bilan ovora. İnnema hâzihil hayâtud dünya, Allah Teala aytdi. İnnema hâzihil hayâtud dünya meta' ve innel âhire hiye darul qarar. Bu dünya hayatı meta'. O'tkinchi narsa. Modalar hammasi qolib ketyapti-yu. Birov bugungi kunda velosipedda yurishga uyaladi. Ya mototsiklda yurishga, ya Zaporojda yurishga uyaladi. Nima modadan qoldi? Burungi zamonning etigini kiyib yurishga kuyov bolalar uyaladi. Kuyov bola to'yga burungi zamonda kelgan etiklarni kiyib bormaydi. Modadan qolib ketyapti. Nimaga? Dunyoda. Dunyo hammasi qolib ketaveradi ortda. Va innal axira hiya darul qarar. Alloh taolo aytadi, oxirat qaror topadigan joy oxirat. Joylashib, yaxshilab o'tiraman desangiz, oxiratda bo'ladi bu. Bu dunyoda u yaxshilab bir rohatlanib, oyoqni uzatadigan joy emas bu hovli. Shuning uchun Imom Ahmadga aytgan ekan, bolalari, farzandi Abdulloh degan, dada degan ekan Imom Ahmad. Ha, bu shuncha qiyinchilik, biron kun bir dam olganingizni ko'rmaymiz. Qachon dam olasiz deganda, qabrda degan. Qachon qabrga qo'yilamiz? Qachon bizni amallarimiz xabar beriladi? Jannatga birinchi qadam qo'yilamiz, ana shunda endi rohatlansak bo'ladi degan. Ungacha rohatlanish yo'q. Ungacha ibodat degan. Qaror, haqiqiy qaror topadigan hovli nima ekan? Oxirat hovlisi. I'lamu, Alloh taolo aytadi, i'lamu innamal hayatud dunya la'ibun va lahvun va zina va tafakhurun baynakum va takathurun fil amwal wal awlad. Alloh taolo aytayapti, bilinglar. Bu dunyoni aytayapti Alloh taolo. Dunyo hovlisi o'ynashlik, kulgu qilishlik, zinat, birdan biri ortiqroq bezashlik, avora bo'l va faxrlanishlik. Bezagandan keyin faxrlanmasangiz bo'lmaydi. Faxrlanasiz, bezab bo'lgandan keyin. Faxrlanishlik, molni ko'paytirish, bolalarni ko'paytirish bilan avora bo'lishlikdan iborat deyapti Alloh taolo. Dunyo shu. Val axiratu xayrun va abqa. Oxirat yaxshi va boqiydir deyapti. Oxirat yaxshi va boqiy. Biz shuni bilolmayapmiz, oxiratning yaxshi ekanini va uni boqiy ekanini eshityapmiz bularni hammasini. Mana bundayda. Yaxshi degani. Bitta odam bitta Zaporoj minib yuribdi. Keyin u odam jeep mindi. Qaysinisi yaxshi ekan deydi. Jeep yaxshi ekan deydi-ya. Ali ko'rgandan keyin tajriba qilgandan keyin shunday. Bizlar oxiratni, jannatni ko'ra olmadik-da hali. Shuning uchun biz haligi Zaporoj yaxshi ekan deb yuribmiz. Dunyo yaxshi ekan deb yuribmiz bizlar. Dunyo yaxshi ekan va abqa, oxirat boqiy deganini tushunamiz hech bo'lmaganda. Oxirat boqiydir degan so'zni tushunamiz. Tugamaydi degan so'z. Eng yetishdim deganingizda mashaqqatlarni ko'rib, boshqa qilib, hamma yo'qni joylab, farzandlarni uylab, joyliq qilib, bo'p yetishdim deganingizda bitta narsa sizning hayotingiz loyiqdan nima? O'lim. O'lim. Endi bechora deysiz, mana hamma yo'qni qilib bo'lgan vaqtda endi rohatlanadigan vaqtda endi ketdi deysiz. Oxiratda esa yo'q o'lim. U boqiy abadiy hayot oxirat. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Dunyo deydi payg'ambar alayhisalom. Alloh taoloning huzurida agar bir pashshaning qanotiga teng kelganida, pashsha o'zi qancha bo'ladi? Uni qanoti, vazni. Qanotiga teng kelganida Alloh taolo kofirga dunyoda bir qultum suv bermagan bo'lardi deydi. Demak, dunyoni Alloh taoloning huzurida qiymati yo'q. Shuning uchun dunyoni Alloh taolo sochib yuborgan, qaramaydi Alloh taolo. Ham kofir ham foydalanadi, ham mo'min ham foydalanadi dunyoni.
إذا رأيت الله عز وجل يعطي الأبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. Payg'ambar alayhisalom aytibdiki, dunyoda bir odamni gunoh qilib yotibdi, gunoh qilyapti. Gunoh qilib turib unga Alloh taolo dunyo berayotganligini ko'rsangiz degan ekan. Gunoh qiladi, dunyo beradi, gunoh qiladi, dunyo beradi. Bu Alloh tarafdan istidraj. Pag'ana sekin Alloh taolo uni azobga qarab tortyapti. Ham kufri, ham gunohi, ham dunyoni ham bergandan keyin odam haloldan topib halolga sarflamaydi u odam. Mana shu keyin Alloh taoloning mana bu oyatini o'qidiki, falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay. Ularga eslatilgan narsani esdan chiqargandan keyin deyapti Alloh taolo. Esdan chiqardi, dinni esdan chiqardi. Keyin nima qildik? Ularga hamma narsani eshiklarini ochib yubordik deydi Alloh taolo. Dunyo oqib kelib turibdi. Hatta iza farihu bima utu, ularga berilayotgan narsalardan xursand bo'lib, topganiga xursand bo'lyapti haligilar. Xursand bo'lib turganda fa akhadnahum baghta fa idahum mublisun deydi. Biz ularni tasodif ushladik deydi. Ya'ni azob bilan. Jonim xursand bo'lib turgan vaqtda jon chiqadi. Xursand bo'lib turgan vaqtda kasal bo'ladi odam. Hamma narsani yo'qotadi. Jami' at-Tirmizida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, innalloha yu'ti dunya man yuhib va man la yuhib. Alloh taolo dunyoni Alloh yaxshi ko'radigan odamga ham, yaxshi ko'rmaydigan odamga ham dunyoni beradi Alloh taolo. Va lekin Alloh taolo iymonni faqat yaxshi ko'radigan bandasiga beradi deydi. Mana shu bilan xursand bo'lish kerak. Mo'min kishi xursand bo'ladigan joy qayer? Iymonlik banda bo'lganiga xursand bo'lish kerak. Alloh taolo iymonni faqat o'zi yaxshi ko'rgan bandasigagina beradi. Odamlar deydi, dunyo bilan aldangan kishilarning ba'zilari shunday gapni ham aytar ekanki, dunyoda der ekan, yashayapmiz, o'ynayapmiz, kulyapmiz. Dunyo naq narsa. Dunyo naq narsa. Bu oxiratdan yaxshi ekan bu deb turib dunyoda o'ynab kulib yuribdi. Oxirat nasiya. O'ynab kulib qolish kerak dunyoda. Naqini nasiyaga almashtirmaslik kerak deb aytishadi deydi. Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi aytadi. Har vaqtda naq narsa nasiyadan yaxshi bo'lavermaydi deydi. Agar nasiyaning narxi ortiq va afzal bo'ladigan bo'lsa deydi. Qanday gap bu? Bil misol yattadihul maqal. Misol bilan tushunarli bo'ladi deydi. Nasiya bilan naq narsa. Bitta mashina sotmoqchisiz. Naqga bir odam $5000 beraman deyapti. Shu mashinangizga. Bir odam 1 yildan keyin topib beraman $5000 menga bering deyapti. Qaysiniga sotamiz? Naqga sotamiz. Narxi birda. Narxi 5000. Ortiq emas. Endi bir odam aytayapti. Naqga deyapti, $5000 ga bering shu mashinani desa, boshqasi aytayapti, 1 yildan keyinga $15000 ga bering shu mashinani deyapti. Qaysiniga sotamiz? 15000 ga sotamiz. Ortig'i nasiya, Nasiya bo'lsa ham ortiq bo'lgani uchun sotyapmiz. Nasiyani tanlayapmizmi? Tanlayapmiz. Alloh taoloning jannatdagi bir kuningiz yo bir nafasingizni o'zi bu dunyoda 70 yil yashaganingizdan ortiq ekan. Jannatda olinadigan bir nafas. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdi, dunyo ahlining bittasi dedi, dunyosi bilan g'arq bo'lib oxiratni esdan chiqarganda, shunaqalar ko'p u. Shunday bir odamni olib keladi dedi. Dunyo bilan maza qilib to'ygan dunyoni, o'ynamagan, o'yini yurmagan, joyi qolmagan haligi bechorani. Lekin ibodatdan xabari yo'q-da. Bismillah deb ayta olmaydi. Shunaqa bir odamni olib keladi-da, Alloh taolo deydi, jahannamga bir marta botirib chiqarib oladi deydi. Bir marta shunday botirib chiqarar ekanda, ey bandam der ekan. Dunyoda bir rohat ko'rdingmi? Dunyoda bir lazzatni, ne'matni ko'rdingmi dunyoda? Desa, yo'q, Alloh taolo ko'rmadim. Hammasi esdan chiqib ketar ekan. Bitta do'zaxga botirib olganda hammasi esdan chiqib ketar ekan. Mana misol o'zimiz ham og'rib qoladigan bo'lsak, boshimiz og'risa, xuddi tug'ilgandan bu yog'iga shu kungacha boshimiz og'riyotgandek tasavvur qilamiz.
Ichingiz og'rib qolsa, hayot mobaynida hech sog' bo'lmaganday o'zingiz tasavvur qilasiz. Faqat shu ich tuzalsa deysiz. Haligini bitta botirib olganda shunday der ekan. Dunyoda deydi qiynalib biri yetsa, biri yetmasdan, lekin iymon bilan la ilaha illallohni saqlab, ehtiyot bo'lib, haromni aralashtirmay o'tgan bir bandani qiyomatda Alloh taolo kirgizib, jannatga bir marta shunday kirgizib chiqarar ekan. Chiqarib turib so'raydiki, "Ey banda, mashaqqat ko'rdingmi dunyoda?" deydi. Hammasi mashaqqat bilan o'tgan, hali bechora. Aytadi, "Yo'q, Alloh taolo ko'rmadim" deydi. Hammasi esdan chiqib ketar ekan, hali ne'matni bir marta ko'rgan vaqtda. Ne'matni bir marta ko'rib chiqqan vaqtda hammasi esdan chiqib ketar ekan. La tazul qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'a khisal. Qiyomat kunida odamning qadami 4 narsa so'ralmasdan jilmaydi deydi. 4 narsa haqida so'raladi, javob beramiz. An jasadihi fi ma abla. Mana bu jasadlarimizni nima narsa bilan nima qildik? Qaritdik. Jasadni nima bilan qaritding? Zino bilanmi? Ko'chama-ko'cha bir mo'minlarning qizlari bilan zino qilib, bu jasadni nima bilan qaritding? Aroq ichib, jasadni kuydirib ado qildingmi? Ya buni sigaret chekib, jasadni o'pkalarini hammasini ishdan chiqardingmi? Nima qilding bu jasadni deb so'ralar ekanmiz. Qiyomat kunida. Ikkinchisi, an umrihi fi ma afna. Umring mobayni, umringni nima bilan o'tkazding der ekan. Hayoting. Uchinchisi, an ilmihi kayfa amila bihi. Ilmi bo'lsa, shu ilminga nima amal qilding? Amalingni ko'rsat der ekan. To'rtinchisi, an malihi min ayna iktasabahu va ayna anfaqa. Molingizni qayerdan topding va qayerga sarflading? Subhanalloh. Kelyapti, ketyapti. Behuda bo'lmaydi. Shuning uchun ulamolar aytganki, halaluhu hisabun va haramuhu iqob. Molning haloli hisob, foydasi yo'qda. Hisob bersangiz, haromi esa iqob, jazo. Haromiga jazolanasiz. Halolini o'ziga hisob-kitob berasiz. Shuning uchun Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu Sham shahridan karvonlar bilan kirib keldi Madinaga. Sham shahridan katta karvon. 700 kirib kelgan vaqtlarida Madina larzaga keldi. Madina tuyalar gup qilib yurib kelganida Madina shahri qimirlab ketdi shunchalik. Odamlarning uylari shaqillab ketdi. Shunda Oysha onamiz aytdi, "Tinchlikmi? Nima bo'yapti?" dedi. Deganlarda Abdurrahmon ibn Avfni karvoni Shamdan ketdi. Eng kerakli, eng o'tadigan nimalar shu karvonda. Tijorat mollari karvonda. Zarur Madina xalqi kutib turibdi. Qancha oylab kutib turibdi hali karvonning kelishini. Moy, yog', boshqa hamma narsa yeydigan narsalar shu karvonda keldi. Shunda Oysha onamiz aytdiki, "Men Abdurrahmon ibn Avfni eng oxiri mol dunyosini hisobini berib, jannatga oxiri kiradi deb eshitganman" dedi. Hisob, halolini o'zi hisob deyapmiz. Hisobini berib oxiri jannat kirmaydi demayapti. Oxiri kiradi deb eshitganman dedi. Bu xabar tezda aylanib Abdurrahmon ibn Avfga yetdi. Oysha onamiz shunaqa eshitgan ekan dedi. Karvon turibdi. Odamlar navbat men savdolashaman deb haligi odamlar karvonga yopishyapti. Shunda Abdurrahmon ibn Avf aytdi, "Yo'q. Yo'da bir olgan 1 dirhamga olgan bo'lsa, 2 dirham beramiz." "Yo'q" dedi. 3 dirham beramiz. "Yo'q." 4 dirham beramiz. "Yo'q" deyapti Abdurrahmon ibn Avf. Narxi oshyapti. Shunda aytdiki, eng katta tijoratchilardan biri aytdiki, 5 ni beraman. Mendan ortiq birov bera olmaydi endi. 5. Birga 5 daraja ortiq. Abdurrahmon ibn Avf, "Yo'q. 5 barobar ortiq berishni qarasangiz, 1000 tangaga 5000 lik beraman" deyapti. 10,000 tangaga olsang 50,000 beraman deyapti-da. Shunda Abdurrahmon ibn Avf, "Yo'q, 10 barobar ortiq beradigan bor" dedi. 10 barobar. Sizlar 5 deyapsizlar. Haligi odam aytdiki, "Madinada mendan ortiq hech kim 5 dan ortiq bermaydi endi. Kim 10 beryapti qani?" degan edi. Alloh taolo
bir sadaqaga 10 dan 700 barobar yozaman deyapti. Hammasini Allohning yo'liga sadaqa qildim dedi. Qiyomatda hisob topib o'tirmaydi dedi. Oxiri kiradi degan gap og'ir botdi yerga. Oxiri kiradi jannatga degan gap og'ir botdi. Bizlarda aytyapmizki, riboni yegan odam harom, do'zax unga do'zaxda bo'ladi desang ham, endi iloj qancha deydi. Sendan so'rasam berasanmi pul deydi. Beryapti-yu ribo bo'lsa ham deydi. Jannatga kirasan deb hali hech kim aytgan unga. Ko'rdingizmi? Iymon qanaqa? Likulli umma fitna va fitnatu ummati al-mal. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytgan ekanki, har ummat bir fitnasi bo'lgan, har ummatda. Lekin mening ummatimning fitnasi mol, dunyo bilan fitnalanadi dedi. Alloh taolo Qur'onda innama amwalukum va auladukum fitna, sizlarni mol dunyoinglar, farzandinglar fitna dedi. Haqiqatan ham farzandlar qanaqa fitna bo'ladi desa, mana hozir ba'zilar hajga bormaydi. Nima bormayapsiz desa, bolamni bo'lak chiqarishim kerak deyaptimi? Ba'zilar namoz o'qimaydi. Nimaga namoz o'qimayapsiz desangiz, bolalarimni uylashim kerak hali deysiz-da. Fitnami? Fitna bo'lyapti. Farzandlar va mol dunyolaringiz sizlar uchun fitna bo'ladi dedi. Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mana bu oyat nozil bo'lgan. Va minhum man ahadalloh la in atana min fadlihi lanasaddaqanna va lanakunanna minas solihin. Minhum sahobalardan ba'zilari ahd qildi. Agar Alloh taolo dedi, menga o'zini fazlidan dunyo bersa, Alloh taolo, men shuni Allohning yo'liga sadaqa qilgan bo'lardim va solihlardan bo'lardim. Solih kishilar, iymoni bor odam sadaqa qiladi. Qalbida iymoni bo'lgan odam. Bo'lmagan odam ko'paytiray deb harakat qilaveradi. Shuning uchun as-sadaqatu burhan, sadaqa burhan, hujjat degani uning iymoni qalbida jo'sh urib turgan mo'minga hujjat, u chiqara bilganligi degan. Shundan haligi odam aytdiki, demak Alloh taolo bizga o'sha qissani aytayapti. Ahd qildi Alloh taologa. Ahd paymon qildi. Alloh shuni bersa dunyoni, men ham sadaqalar qilaman, solihlardan bo'laman dedi. Alloh taolo berdi. Bu kim edi desa, bu Sa'laba ibn Hatib degan kishi haqida tushdi. Bu kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan juda ko'p ibodat qilib, namoz o'qib, payg'ambar alayhisalom atrofida bo'lgan odam. Hatto peshonalari ko'p sajda qilgandan tuyaning tizzalariga o'xshab ketgan deydi. Tuzalari cho'kadi, turadi, cho'kadi, turadi, tizzalari nima bo'lib ketgan? Qatlam bo'lib ketgan. Bu sahobiyning peshonalari shunaqa bo'lib ketgan ekan. Shunda bir kuni payg'ambar alayhisolatu vassalom namozni bitirib, namozdan keyin sahobiylar bilan suhbatlashadi, so'raydi, hadislar aytadi, tushlarini so'raydi. Haligi odam turdida yugurib chiqib ketdi. Shundan haligi payg'ambar alayhisalom keyingi namozlaridan so'radi. Nimaga siz namozdan keyin tez chiqib ketib qolasiz? Shunda ya Rasululloh, men juda ham kambag'al odamman. Kambag'al. Hatto bir namozga yaroqlik bitta kiyimim bor. Mana shu kiyib turgan uzun bir ko'ylak. Mana shu ko'ylakdan boshqa hech narsam yo'q. Uyga kiramanda ayolimga beraman toza kiyimni, yirtiq kiyimlarni qo'yib, men shu toza kiyim bilan namozini o'qiydi dedi. Ikkovimiz shuni almashamiz, shuning uchun tez ketdim dedi. Payg'ambar alayhisalom oldiga kelib, "Ya Rasululloh, duo qiling, Alloh taolo meni kambag'allikdan qutqarsin" dedi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Ozgina narsani shukrini tez ado qilasan" dedi. Oz narsa shukrini tez ado qilasan. Ko'p narsa berib shukrini ado qilmay qolganingdan ko'ra yaxshi shu dedi. Shunda yuraver dedi. Bir necha kunlar o'tgandan keyin yana payg'ambar alayhisalom oldiga shikoyat qilib keldi. "Ya Rasululloh, chidamayapman, endi duo qiling" dedi. Payg'ambar alayhisalom yana qaytardilar. 3-marta kelganlarida payg'ambar alayhisolatu vassalom duo qildilar. Alloh taolo mol dunyoga barakalar bersin deb duo qildi. Haligi odam sekin-sekin mollari ko'paydi. Dunyosi ko'paya boshladi. Keyin sekin vodiylarga mollarni haydab chiqadigan bo'ldi. Namozlardan sekin-sekin kelmaydigan bo'ldi namozlarga. Vodiylarda mol boqish bilan avvora. Juma namozlariga, hattoki juma namozlari bo'lganda odamlarni ko'rgandan keyin bekinadigan bo'ldi, yashirinib. Payg'ambar alayhisalom bir kuni so'radi. Sa'laba ibn Hatib qayerda? Sahobiylar aytdi, mol dunyosi ko'payib, ya Rasululloh, o'sha vodiylarda mol dunyo boqib yuribdi. Payg'ambar alayhisalom boringlar, zakotini qilinglar dedi.
Kelishdi. Rasululloh yubordilar. Molingni, nisobini, zakotini berasan deb. Deganida, men peshana teri bilan topyapgan narsani sizlarga endi shundaylar berib yuboramanmi? Yo'q deb bermadi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom haligi sahobalar kelib aytdiki, berishim bermadi ya Rasululloh dedi. Qo'yinglar dedi. Keyin bir necha kunlardan keyin haligi odam o'ziga kelib Payg'ambar alayhisolom oldiga zakotini ko'tarib kelganlarda Payg'ambar alayhisolom qabul qilmadi. Yo'q, endi sendan olinmaydi dedi. Payg'ambar alayhisolom vafot etib ketdi. Abu Bakr xalifatligida yana ko'tarib keldi zakotini. Shunda Payg'ambar alayhisolom olmagan zakotni men ham olmayman dedi. Abu Bakrdan keyin Umar radhiyallohu anhu xalifat bo'ldi. Umar radhiyallohu anhu davrida ham olib keldilar, qabul qilmadi keyin. Qanaqa vabol, qanaqa azob bo'ldi bunga. Qarang. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول پیغمبر علیه السلام aytardi مالي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. Dunyoning misolini payg'ambar alayhisalom keltirib aytdiki, dunyo deydi. Dunyo xuddi bir musofirga o'xshaydi dunyoning misoli. Musofir odam boradida bitta daraxtning tagiga charchagandan keyin tushadida, bir pas daraxtning tagida uxlab, turib tuyasiga minib yana ketadi dedi. Daraxtning tagi dunyoning misoli shu dedi. Ozgina dam olib turib o'tib ketdimi, inson dunyoga chiqadi, ozgina uxlaganday o'tadi-da, dunyodan yana nima qiladi? O'tib ketib qoladi. Dunyoning misoli xuddi shunday dedilar. Ba'zilar aytgan ekanki, "Falyatazawwadil abd min nafsihi li nafsihi va min hayatihi li mawtihi." Inson dunyoda oxirat uchun oziqa olishlik kerak, oxirat uchun. Hayotlik davrida o'lim uchun tayyorgarlik ko'rish uchun chiqarilganmiz. Hayotlik davrida. Va min shababihi likibari, yoshlik davrlarda qarilik uchun tayyorgarlik ko'rish, ibodatlarni qilib qolishlik yoshlikda. Shuning uchun soya bo'lmaydigan vaqtda, Allohning soyasida turadigan 7 toifani zikr qilgan vaqtda kimlarni zikr qildi? Shabun nasha'a fi ta'atillah. Bir qariya, keksa, qilarga ish topmagandan keyin uyda zerikib ketib, keyin masjidga kelib o'tirgan demadi payg'ambar alayhisalom. Yosh dedi. Uni oldida necha orzular turibdi. Uy solish kerak, uylanish kerak, farzandli bo'lish kerak, dunyo topish kerak. Hammasini yig'ishtirib turib masjidga kelib, Allohning toatida masjidda ulg'ayayotgan yosh yigit dedi. Havoi nafsini yengib kela bilgan kishi dedi. Yoshlik davrini qarilikdan avval yoshlikda qilingan ibodatni aytibdi. Va dunyoni va min dunya li oxirati, dunyo vaqtida oxirat uchun tayyorgarlik ko'rish kerak. Dunyo uchun tayyorgarlik ko'rib, oxiratga borganda hech narsa yo'q. Alloh taolo sizga aytmaydi-ku, "Al endi bu yerda ham tayyorlanib ol" demaydi. U yerda hisob. Fa inna ad-dunya khuliqat lakum. Dunyo sizlar uchun yaratildi deydi. Dunyo sizlar uchun yaratildi. Alloh taolo dunyoni biz uchun yaratdi. Va sizlar esa oxirat uchun yaratildinglar. Sizlar oxirat uchun yaratildinglar. Dunyo uchun emas. Dunyoni Alloh taolo bizga ibodat uchun, oxiratga tayyorgarlik ko'rish uchun yaratdi va bizni asli joyimiz oxirat. Oxirat uchun yaratdi Alloh taolo bizni. Biqadari ma tahzan lid-dunya yakhruj hammul akhirah min qalbik. Dunyoga qanchalik miqdorda g'am tashvish qilsang, sizning qalbingizdan deyapti. Oxiratga bo'lgan g'am tashvishni shunchasi chiqib ketadi deydi. Qanchalik dunyoga g'am tashvish qilgan sayi oxiratni unutib boraverar ekanmiz. Oxiratni g'am tashvishi qalbimizdan chiqib ketar ekan. Biqadari ma tahzan lil akhirah, oxirat uchun qanchalik g'am tashvish qilib xafa bo'lgan sayi dunyodan shunchasi seni qalbingdan chiqib ketadi deydi. Oxiratni qancha ko'p o'ylasangiz, dunyoni shuncha kam o'ylaysiz. Dunyoni qancha ko'p o'ylasangiz, oxiratni shuncha kam o'ylaysiz. Qala al-Hasan la yakhruj nafsun ibn Adam min ad-dunya illa bi hasarat thalatha. Odam dunyodan chiqadi. 3 ta nadomat unda to'xtamaydi. 3 ta narsa bilan boshini chayqab, attang deb chiqib ketaveradi dunyodan chiqayotganda. Birinchisi, innahu lam yashba mimma jama'a. Jamlagan narsasidan to'ymaydi. To'ymasdan chiqib ketadi. Jamlaysan, endi yeyman degan vaqtingda nima bo'ladi? Dunyodan chiqib ketasan, deb chiqib ketasan. Uni o'zimiz ham aytamiz, bechora hamma yo'g'ini yaxshilab qo'ygan ekan, o'lib ketdi deymiz.
Endi yetishgan ekan deymiz. O'sha hasrat bilan chiqasan deydi. Ikkinchisi valam yudrik ma amal. Haliyam odam chiqib ketyapti, arzu qilib qo'ygan narsalar bor, yetishmadim deb chiqib ketar ekan. Haliyam bor edi hali der ekan. Yetishaman degan narsam o'yimda turuvdi deb chiqib ketar ekan. Uchinchisi valam yuhsiniz zat lima yaqtan ilayhi. Oxiratga kelyapti, hech narsani chiroyli qilib olib kelmayapti. Zod rohasi yo'q kelyapti oxiratga. Bombosh kelyapti, Allohning oldiga boryapti-da. Mana shu nadomat, 3 ta nadomat bo'ladi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dunyo so'raganmi? Dunyo so'raganmi? Ha? Dunyo so'ragan. Payg'ambar alayhi salatu vassalam dunyoni so'ragan. Dunyoni so'ragan. Kim aytadi? So'ragan duolarni. Dunyo so'raganini so'rayapmiz. Dunyo so'ragan. G'ina deb kelgan joyini so'ramayapmiz. Duoni to'lig'icha so'rayapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Allohumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina degan. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytganki, ey Alloh, sendan birinchi hidoyat so'rayman. Birinchi dunyo so'ramadi shunga ham. Dunyo kerak mu'min uchun. Alloh taolo va la tansa nasibaka min ad-dunya. Dunyodagi nasibangizni ham unutmang deydi Alloh taolo. Dunyodagi nasiba. Buni mu'minlar so'raydi, dunyoni. Nima qiladi? Dunyoni o'sha ibodati uchun, hojati uchun kerakligini so'raydi. Demak, bu yerda Payg'ambar alayhisalom dunyodan avval iymon so'radi. Iymon bilan dunyo bo'lsa qanday go'zal? Mu'min qanday boy bo'lsa, boyligiga qo'shilib iymoni bo'lsa qanday chiroyli bo'ladi. Dunyoni o'zi bo'lsa-yu iymon bo'lmasa, u dunyo ham azob, ham uni tug'yonga olib ketadi. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalom birinchi bo'lib turib iymon so'radi. As'alukal huda, hidoyat so'rayman. Va tuqa, taqvo so'rayman dedi. Hidoyatni o'zi namozga ketadi birovlar. Lekin u o'zi shu saqlab qolmaydi namozni o'zi haligi odamning yaxshilikda. Dunyo kelgan vaqtda qancha namozxonlarni ko'ryapsiz, nima bo'lib qolyapti? O'zini tutolmay qolyapti. Dunyo kelgan taqvo yo'qligidan. Ham hidoyat, ham taqvo so'rayman va ham afof, poklikni, tozalikni so'rayman. Birovni haqqini urib yeb dunyo kerak emas-da. Toza, pok bo'lish val g'ina va boylikni so'rayman dedi. Behojatlik so'rayman. Birovga muhtoj qilmagin, bir o'zingga muhtoj, behojat bo'lishlikni so'rayman. Payg'ambar alayhisolatu vassalom yana so'radilar: "Allohumma akfir mali va waladi va barik fi ma ataytani." Allohim meni molimni, bolalarimni ko'paytirgin va bergan narsalaringga barakotlar bergin deb so'radi. Lekin Payg'ambar alayhisalom dunyoni so'radi, dunyo bilan fitnalanishdan panoh so'radi. Dunyo bilan fitnalanishlikdan yana panoh so'radi Payg'ambar alayhisalom. Qarang. Allohumma inni a'udhu bika minal jubn va a'udhu bika minal bukhl va a'udhu bika min an uradda ila ardhil umr va a'udhu bika min fitnatid dunya va azabil qabr. Ey Alloh deb so'rayapti. Men qo'rqoqlikdan panoh tilayman dedi. Qo'rqoqlikdan panoh tilayman. Subhanalloh. Qo'rqoq odam haqni ayta olmaydi. Qo'rqoq odam dinda sabit tura olmaydi. Qo'rqoq odamda. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolatu vassalom men qo'rqoqlikdan panoh tilayman dedi. Mu'min odam qo'rqoq bo'lmaydi. Va baxillikdan panoh tilayman dedi. Baxil va eng yomon umrning, hayotning eng tubanligiga tushib qolishdan panoh tilayman dedi. Demak, hayotingiz yaxshi bo'lishligini so'rash. Tuban hayotdan panoh so'rayman. Va dunyoning fitnasidan panoh so'rayman, qabrning azobidan panoh so'rayman dedi. Juda ham katta duo.
Dunyoingizni obod qilib yoradi, oxiratingizni obod qiladi, qabrni ham azobidan Alloh taolo saqlash degan duoni payg'ambar alayhisolom o'rgatib ketdi. Mana shu duoni hozir aytaman. Eslaysizlar, yodlaysizlar. Keyingi darsda inshaalloh bitta chetdan so'raymiz. Alloh nasib qilsa. La as'alukum alayhi ajra. Ajr so'ramayapmiz deymiz, duo so'raymiz. Duoni bilmagan odamdan keyin olamizda. Allohumma inni a'udhu bika minal jubn wa a'udhu bika minal bukhl wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil umr wa a'udhu bika min fitnatid dunya va azabil qabr. Demak, mana shu duoni kitoblarda ham bor. Keyingi darsimizda bekordan bekor eshitib ketishmas, topshirib ham ketish kerak-da. Inshaalloh. Mana shu duo, bitta duoni yodlaysizlar. Hozir o'zi bilmayapmiz, qanaqa qilib sizlarni imtihon qilishdi ham. Berayotgan darsni maktabda ham so'raydi-da. Bizlar ham berayotgan narsamizni so'rashimiz kerak. Allohumma inni a'udhu bika min fitnatin nar. Payg'ambar alayhisalom dunyo so'radi, dunyoning fitnasidan panoh so'radi. Dunyoni fitnasidan panoh so'radi. So'radiki, Allohim, men do'zaxning fitnasidan panoh so'rayman va qabrning fitnasidan panoh so'rayman, qabr azobidan panoh so'rayman va boylikning fitnasidan panoh so'rayman va kambag'allikning fitnasidan panoh so'rayman. Kambag'allik ham yaxshi narsa emas. Islom kambag'al parvarlikni maqtamaydi. Musulmonlar hammasi kambag'al bo'lsin demaydi. Islom boy parvar bo'lishni ham maqtamaydi. Islom haq parvarlik. Boy bo'lsin, haqiqiy, haqda turadigan bo'lsin. Kambag'al bo'lsin, haqni qabul qiladigan bo'lsin. Islom, demak, payg'ambar alayhisolatu vassalom kambag'allikdan ham panoh so'radi va nimadan? Boylikning ham fitnasidan, yomonligidan panoh so'radi. Allohumma, mana bu duo qarang. Allohumma inni a'udhu bika min jarissu. Alloh, yomon qo'shnidan panoh so'rayman deyapti. Qo'shni yomon bo'lish. Faqat qo'shni emas, do'stingiz yomon bo'lsa ham yomon. Allohim, men yomon qo'shnidan panoh so'rayman. Va min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib. Qarilik kelishdan avval qaritib yoradigan ayoldan panoh so'rayman. Qarilik kelishdan avval qaritib yoradigan ayoldan panoh so'rayman degan ekan payg'ambar alayhisalom. Tashrif deb chochlari oqarib ketishini aytadi. Ayolingiz shunaqa bo'lsa, chochlaringiz oqarib ketar ekanda. Ha? Subhanalloh. Ko'rdingizmi? Shuning uchun ni'mal mar'at, qanday ham eng yaxshi narsa nimaga? Bu mo'min kishiga solih bir ayolni bo'lishligida. Va min waladin yakunu alayya robba. Menga xo'jayin bo'lib qoladigan farzandlardan panoh so'rayman degan ekan. Subhanalloh. Menga xo'jayin bo'lib qoladigan farzanddan panoh so'rayman. Bolangiz tilingizga kirmaydi. Gapingizni olmaydi. Dada o'tiring deydi. Alloh saqlasin. Farzand aslida dadaga mana ko'zini tikishligi durust emas. Boshini kuyutirib qilib turish kerak. Ertaga kuni farzandingiz kattayib, sizga aql o'rgatadigan, xo'jayinlik qiladigan farzanddan panoh so'rayman deydi payg'ambar alayhisalom. Va min malin yakunu alayya azaba. Qiyomatda menga azob bo'ladigan moldan panoh tilayman deydi. Shu mol bo'lmay qolqasin. Agar qiyomatda azob bo'ladigan bo'lsa. Va min khalilin makirin aynuhu tarani va qalbuhu yar'ani. Makkar do'stin panoh tilayman. Makkar. Ko'zi menga qarab turadi, qalbi meni g'ajimoqchi bo'lib turadi. Qalbida nima qilsa yomon ko'rib turadi. Ko'zi bilan kulib turadi. Shunaqa do'stin panoh tilayman. In ra'a hasanatan dafanaha va idza ra'a sayyi'atan adha'aha. Agar bir yaxshilikni ko'rsa mendan hech kimga aytmasdan, indamasdan yashiradi. Bitta yomonlik ko'rsa mahallaga chiqib turib yoyadigan do'stin panoh tilayman. Ko'rdingizmi? Payg'ambar alayhisolatu vasallam duolari ekan. Demak, boylikni tug'yonga ketmaydiganligini payg'ambar alayhisalom so'ragan va boylikni fitnalardan panoh tilagan.
boylik shirkka, kambag'allik kufrga yaqin deydi. Boylik shirkka, kambag'allik kufrga yaqin deydi. Qanday? Boy odam aytar ekanda, hamma narsa meni qo'limda der ekan. Hamma narsa Allohning qo'lida demas ekanda. Hamma narsa qo'limda. Pul bor yechamiz der ekan. O'zini shirik Allohga tenglab qo'yar ekan. Hamma narsa Allohning qo'lida. Qo'limdan hech narsa kelmaydi demas ekanda. Kambag'al odam kufrga yaqin bo'ladi degani boydan ham battar ekan uniki. Kambag'allik. Kambag'al odam ibodat qiladi, kambag'al ibodat oxirida aytar ekan, Alloh meni ko'rmayaptimi der ekan. Alloh meni eshitmayaptimi? Allohga kufrlik qilib qo'yar ekan kambag'al odam. Shuning uchun kambag'allikdan panoh tilaydi mo'min odam. Tug'yonga ketadigan boylikdan panoh tilaydi. Tug'yonga ketadigan boylikdan, dunyodan nima qiladi? Fitnasidan panoh so'raydi. Tushunarli, ha? Hud alayhisolamning qissasiga qaytamiz. Bunga kirganligimizning sababi atabnuna masani'a kannam takhludun. Sizlar har joyga qasrlarni quraverasizlarmi, abadiy yashaydiganday deb turib Hud alayhisalom qavmini ogohlantirgan edi. Shuning uchun biz dunyoga kichkina nima qildik? Dunyo haqida tushuncha aytdik. Hud alayhisalomning qissasiga qaytamiz. Hudning qavmi da'vatini qabullamadi. Hudning da'vatini. Shuncha da'vat qildi-ya, da'vatlarni aytdik. Da'vatini qabullamadi. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. Kattalar aytdi qavmidagilar. Birinchi bo'lib kattalar boshlashadi. Kattalar aytdiki, qavmidan kofir bo'lgan kishilar deydi. Hudning qavmidagi kofir bo'lganlar aytishdiki, va oxiratni yolg'onga chiqarganlar, qiyomat kunini, oxiratni yolg'onga chiqarganlar. Va biz deydi, dunyo hayotida ularni boy qilib qo'ygan kishilar deydi. Aytyapti bu gapni. Demak, kimlar aytdi? Oxiratga ishonmaydiganlar, dunyoda Alloh taolo biz ularni boy qilib qo'ygan, dunyoda boylar demadi Alloh taolo. Biz ularni boyitgan deyapti. Alloh taolo eslatib qo'yapti, boylikni kim berganini ham. O'z-o'zidan inson boyib ketmadi. Alloh birovni boy qiladi, birovni kambag'al qiladi. Biz ularni boyitgan atrafnahum, boy qilib qo'ygan odamlar aytdiki, ma hada illa bashar. Ne bu? Hud. Bizga o'xshagan bir odam. Biz yeganga o'xshab yeydi, ichganga o'xshab ichadi. Qayerga ortiq buni? Qanday payg'ambar bo'ladi bu? dedi. La in ata'tum basharan mislakum innakum idan la khasirun. Ha odamlar, agar o'zingizlarga o'xshagan odamga itoat qilsanglar, payg'ambar deb boshingizlarga qo'ysanglar, sizlar ziyon qilgan odam bo'lasizlar dedi. Qanaqa qilib bu endi dedi, sizlarga tepanglarda yurib payg'ambar bo'lish kerak bu. Odamlarni qaytaryapti. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa 'idhaman annakum mukhrajun. Ha, Hud sizlarga o'lsanglar, keyin suyaklarga aylanib chiriganinglardan keyin qaytadan tirilib chiqasizlar deb va'da beryaptimi dedi. Bitta aldayotgan joyi shu emi deyapti. Qarang. Iymon emasda. Sizlarni qaytadan tirilib chiqasizlar deb ishontiryaptimi Hud payg'ambar? Hayhata lima tu'adun. Uzoq. Sizlarga va'da berayotgan narsa yo'q, uzoq u narsa. Qanday inson qaytib tirilib chiqadi deyapti. In hiya illa hayatuna dunya namutu va nahya. Bizi hayot dunyosida yashaymiz, o'lamiz, bo'ldi. Undan boshqa narsa yo'q deyapti. Qanaqa inson yana tirilib chiqadi? Yashaymiz, o'lamiz. Haligi mulhidlar, xudosizlarni e'tiqodida. Va ma nahnu bimab'uthin. Biz qaytib tirilib chiqmaymiz dedi. In huwa illa rajulun iftara ala Allohi kadiba. U yolg'onlarni to'qiyapti. Alloh nomi bilan yolg'onlarni aytyapti sizlarga dedi. Va ma nahnu lahu bimu'minin. Biz unga iymon keltirmaymiz dedi. Biz unga iymon keltirmaymiz. Endi qarang, Hud qavmi demak qiyomat kunini, tirilishni, hisobni, kitobni, jannatni, do'zaxni hammasini inkor qildi. Tirilib chiqmagan odam jannatga kiradimi, do'zaxga kiradimi? Hammasini inkor qildi. Qaytib tirilishlikning haq ekanligiga dalillarni keltiramiz. Hud alayhisalomning qavmi, Ad qavmi
inkor qilgan narsaga biz dalillarni keltiramiz. Qaytadan tirilib inson hisob kitob bo'lishi haq ekanligiga dalil. Birinchi dalilimiz Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunining bo'lishligi va qaytadan insonlar tirilishligi haqida xabar berdi. Biz Allohning xabarini qabul qilamiz. Birinchisi shu. Mo'min kishining e'tiqodi shunday bo'lish kerak. Alloh taolo xabar berdi, qiyomatning bo'lishini biz o'shani qabul qilamiz. Mana Alloh taolo aytdi: "Za'amallazina kafaru an lan yub'athu qul bala va rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum." Kafir bo'lgan kishilar da'vo qilishadi, qaytib tirilmaymiz deb da'vo qiladi. Ayting ey Muhammad alayhisalom, ha, Allohga qasamki sizlar qaytib tirilasizlar va qilgan narsanglar haqida xabar berilasizlar dedi. Hisob kitob. Tirilish haq. Allohning nomiga qasam ichib turib aytayapti. Tirilasizlar va qilgan amalinglarga hisob kitob qilinasizlar deyapti. Alloh taolo yana aytadi: "Fadarhum yakhudu va yal'abu hatta yulaqu yawmahum allazi yu'adun." Qo'yib qo'ying deyapti payg'ambar alayhisalomga. Kofirlarni, iymon keltirmaganlarni aytayapti. Fadarhum, qo'yib qo'ying, tek qo'ying. Yahudu o'ynab kulishsin. Bir Yahudu deb turib aytayotgan, masxara qilayotgan gaplarida yana ham sho'ng'ib ana shu narsadan davom etsin va o'ynasin, kulsin, hatto va'da qilingan kunga yo'liqguncha deydi. Iymon keltirmayotganini qo'yib qo'ying, o'zi qiyomatga yo'liqganda ko'raveradi. Alloh taolo ayahsabul insanu anna najma'a izama, inson qiyomat kunida Alloh taolo qanday qilib bu chirib ketgan suyaklarni jamlaydi? Qanday jamlaydi? Bu mumkin emas deb o'ylaydi. Inson shunday o'ylaydi. Alloh taolo aytadi: "Bala qodirina ala an nusawiya banana." Ha, biz ularning har birini barmoqlarini uchlarigacha tiriltirishlikka qodirmiz deyapti. Qiyomat kuni. Odamlarni Alloh taolo aytmadiki, hammasini o'zining shaklida demayapti. Barmoqlar har xil bo'lar ekan odamlarning. Basma. Qo'lingizni qo'ysangiz, birovning barmog'i bilan birovning barmog'ining uchi to'g'ri kelmaydi. Alloh taolo har birini o'ziga tiriltirishga qodirman deyapti. Alloh taolo. Ikkinchi dalil, qaytadan tirilishlik haq ekanligiga dalil. Birinchi tirilishni Alloh taolo dalil qilib keltiradi. Ikkinchi tirilishlikning haq ekanligiga birinchi yaralishlikni o'zini dalil qilyapti. Yaqulul insanu ayza mitna va kunna va ayza ma mittu la sawfa ukhraj hayya. Bir inson aytadi deydi Alloh taolo. Men o'ladigan bo'lsam, yana qaytadan tirilamanmi deb savol berib aytar ekanda. Alloh taolo aytadi: "Avala yazkurul insan anna khalaqnahu min qabl va lam yaku shay'a." Inson eslamaydimi? Biz uni avval yaratdik. Hech narsadan, yo'q narsadan biz yaratdik-ku deyapti Alloh taolo. Yo'q narsadan Alloh taolo biz uni yaratdik. Shunda Alloh taolo uni yaratgan yo'qdan suv qilib, paydo qilib yaratib qo'ydi Alloh taolo. Endi inson chirib ketganiga qanday chiqarib olishni qodir emasmi Alloh taolo? Alloh taolo qodir chiqarib olishni. Birinchi yaratilishlikni misol qilyapti Alloh taolo. Donni tashlaysiz yerga. Donni yerga tashlaysiz. Shu donni chiqishiga ishonib turibsiz. Shu don chiqadi. Ekin zoringizdan hech bo'lmasa bir bo'lagi chiqadi yo ikki bo'lagi chiqadi deb ishonasiz shunga. Donni tashlagan keyin. Agar chiqmasiga ishonganingizda jon tashlamagan bo'lardingiz. Ekmagan bo'lardingizda. Hech kim ekmas. Chiqmaydi baribir deb ekmagan bo'ladi. Umidimiz bor, donni tashlayapsiz, chiqyapti shu, ha? Qancha boshaqlar bo'lib o'sib chiqyapti. Alloh taolo chiqaryapti uni. O'shanga ishonyapmiz shuni chiqishiga. Insonni ham Alloh taolo o'lgandan keyin qabrga tashab, qabrda chiriyapti. Qabrda urib bo'lib yotibmiz. Alloh taolo bunday qilib chiqarib qo'yadi. Donni chiqarganda. Donni chiqarganda Alloh subhanahu taolo qabrdan chiqarib qo'yadi uni. Alloh taolo aytadi: "Avalam yaraw kayfa yubdi'ullohu al-khalqa thumma yu'iduhu inna zalika alallohi yasir." Qaramaydilarmi? Alloh taolo xalqni qanday yaratdi Alloh taolo xalqni. Keyin o'zi Alloh taolo ularni qaytaradi. Bu narsa Alloh taologa yengil. Qul siru fil ard, yerda yuringlar. Fanzuru kayfa bada'al xalq. Alloh taolo xalqni qanday yaratganiga qaranglar. Thummalloh yunshi'un nash'atal akhirah. Keyin Alloh taolo ikkinchi marta, boshqa marta shunday yaratib oladi. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo hamma narsaga qodir deyapti. Uchinchisi, yana tirilishlikning haq ekanligiga dalillar, isbotlardan uchinchisi,
eng katta narsani yaratgan zot kichik narsani yaratishlik unga qiyin emas. Katta narsa osmon yer. Insondan bir necha marta katta bo'lgan osmon yerni yaratgan zot kichkina bo'lgan bir insonni yaratish Allohga qiyin emas. Alloh taolo aytadiki: "La xalqus samawati val ard akbar min xalqin nas." Osmon yerni yaratishlik insonni yaratishdan bir necha marta katta edi deyapti. Osmon yerni yaratishlik insonni yaratishdan bir necha marta katta edi, lekin Alloh taolo insonni yaratib qo'ydi. Va yana aytayaptiki: "Qalu va qalu ayza kunna 'idaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Awalam yaraw anna Alloha allazi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum." Aytishadilar deydi. Biz suyak bo'lib chirib ketgandan keyin yangidan yaralib chiqamizmi deyshadi. Ular Alloh taolo osmon yerni yaratgan zot ularga o'xshaganini yaratishga qodir emas deb o'ylaydimi? Osmon yerni yaratgan zot insonday bir kichkina maxluqni yaratishdan ojiz bo'larmidi? deb turib Alloh taolo javob berdi. Bularning hammasiga Allohning javobi bu. Keyingi javob 4-javobi tirilib o'lgandan keyin qaytib tirilishlikka dalil. Qaytadan tirilishimizni hamma jonzotni dalil 4-si o'zi 50 yoshda bolasi 118 yoshda bo'lgan payg'ambarning misoli. Kim edi shu payg'ambar? O'zi 50 yoshda. Bolasining yoshi 118 yoshda ekan. O'sha payg'ambarning misoli Alloh taolo keltirdi buni Qur'onda. Qur'onni kam o'qiymiz Az o'qiganimizdan keyin. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Alloh taolo Qur'onda bir payg'ambarning qissasini keltirdi. Bu Uzayr alayhissalom. Uzayr alayhissalomning qissasini keltirdi. Bu kishi payg'ambarlardan edi. Xonavayroni chiqib yotgan bir qishloqni oldidan o'tdi. Necha yillar avval qancha odamlar shu joyda o'lgan. Hali qishloq xonavayroni chiqib yotibdi. Shuncha maxluqlar va boshqalar o'lib yotibdi. Shunda haligi payg'ambar qarab turib, subhanalloh. Buni hammasini Alloh taolo qanaq tiriltiradi buni. Bu yerda payg'ambar shubhalanmaydi tirilishga. Bu yerda payg'ambar shak shubha qilmoqchi emas. Bu yerda taajjublanyapti. Subhan Allohning qudratiga. Hammasini tiriltirib chiqarish qiyomatda subhanalloh deyapti. Bu qana Alloh tiriltira olmasa kerak degan gumonga kelgani yo'q. Shuning uchun payg'ambarlar bundan mustasno. Ular Allohning qudratiga shak shubha qilmagan. Shunday dedi. Bu taajjublandi. Shuncha narsani Allohning tiriltirishiga qoyil qolib, tan qolib turgan edi. Alloh subhanahu va taolo shu joyda uni o'ldirdi. Amata. Uxlab qoldi emas. Uxlash boshqa, o'lish boshqa. Alloh taolo amatahu uni o'ldirdi deyapti. Keyin thumma ba'athahu keyin bir necha yillardan keyin Alloh taolo 100 am deydi. 100 yildan keyin Alloh taolo uni tiriltirdi. 100 yil o'tgandan keyin tiriltirdi. Qancha turding dedi. Qancha bo'ldi? Qancha vaqt o'tdi? Aytdiki, yawm aw ba'da yawm. Bir kun yoki yarim kun bo'ldi dedi. 100 yil shunchalik o'tdi-da. Hali Uzayrning nazdida alayhissalom nazdida shunday. Bir kun yoki yarim kun dedi. Alloh taolo xabar berdiki, men seni 100 yil o'ldirdim. 100 yildan keyin seni tiriltirdim. Mana sen bilan dedi ko'tarib ketayotgan idishda taominimday qo'ygan edi. Hali qishloqqa tushib, yotib, taomini qo'yib, ichadigan sharobini qo'yib, shu bilan hali tafakkur qilib aytdi-da uni. Qo'ygan joyida aytdiki, "Unzur ila ta'amika va sharabika lam yatasanna." Qara, taomiga, ichadigan suvingga qara, lam yatasanna, o'zgarmagan dedi. Hidam kelmagan. 100 yil. Lam yatasanna lam yughayyirhu sinin. Yillar o'tishi bilan o'zgarib ketmadi. Qara, taomingni, sharobingni qanday saqladi? Bu ikkinchi mo'jiza dedi. O'zingni tirilishing bir mo'jiza edi. Taomingni shunday saqlab qo'yishligi Alloh taoloning
Ikkinchi bir mo'jiza. Keyin unzur ila himarik, eshagini baylab qo'ygan edi-yu. Eshagi ham bor edi. Eshagingni qara desamda qarasa, suyaklar u yerda bu yerda. O'lgan eshak, itlar bir narsalar yeb ketgan. Shunda qaradi. Qara eshagingga. Unzur ila himarika. Eshagingga qara dedi. Kayfa nuhyil izam? Alloh taolo biz qanday endi tiriltirishimizni qarab tur dedi. Alloh taolo suyaklarni jamladi. Suyaklarga Alloh subhanahu va taolo valinaj'alaka ayatan lin-nas. Suyaklarga Alloh subhanahu va taolo nimalarni? Go'shtlarni kirdirdi. Go'shtlarni kirdirib, eshak shakliga kelib, Alloh subhanahu va taolo unga ruh ato qildi Alloh taolo. Eshak ko'zini oldida tirildi. Uzayrni Alloh taolo ko'zini oldida tiriltirdi. Keyin aytdiki, mana valinaj'alaka ayatan lin-nas, biz dedi seni mana bu narsa seni odamlarga mo'jiza uchun, oyat uchun, Allohning bir mo'jizasi uchun mana shuni qildik dedi. Alloh taolo odamlarga Uzayrni zamonasida odamlarga mo'jiza uchun Alloh taolo Uzayrni 100 yil uxlatib 100 yildan keyin shunday tiriltirdi. Qanday endi mo'jiza bo'ladi Uzayr odamlarga? Va lamanallohu ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo aytdi, bilginki Alloh taolo hamma narsaga qodir dedi. Uzayr turdi, eshagiga mindida qishlog'iga ketdi. Qishlog'iga kelsa hamma narsa o'zgargan 100 yil ichida. Sekin o'zini uyini topib keldi. Uyiga kelsa bir kampir uyda ko'zi ko'rmaydi, oyog'i ishlamaydigan bir kampir o'tiribdi. Sekin kirdida aytdiki, "Ey kampir, Uzayrning yoshi o'ldirgan vaqti 50 yoshda edi. 100 yildan keyin Alloh taolo tiriltirdi, yana 50 yoshda tiriltirdi. Shu yoshda tiriltirdi. O'lgan vaqtidagi yoshda tirildi. 100 yildan keyin kelsa uyda bir kampir o'tiribdi. Kampirdan so'radi, "Uzayrning uyimi?" degan edi. "Ha, Uzayrning uyi" dedi. Yig'ladi kampir. Bu kampir Uzayrning uyida xizmat qiladigan ayol, 20 yoshlik ayol edi. Uzayr chiqib ketayotgan vaqtda 120 yoshga to'libdi bu ayol. Kampir bo'ldi. "Ha, Uzayrning uyi" dedi. Yig'ladi. Nimaga yig'layapsiz deganda, Uzayr 100 yil bo'ldi uni o'lganiga, yo'qolganiga. Shu vaqtgacha odamlar u payg'ambarni esini chiqarib bo'lgan edi dedi. Odamlar esini chiqarib bo'lgan, 100 yil o'tgan, hech kim endi birinchi marta sen kelib eslatding menga dedi. Aytdiki, men Uzayrman dedi. Men Uzayrman deganda, yo'q. Uzayr 100 yildan keyin qanday keladi Uzayr? Alloh taolo valinaj'alaka ayya. Seni oyat qildik, mo'jiza qildik odamlarga deyapti-ku Alloh taolo. Aytdiki, Uzayr bo'lsang, Uzayr duo qilsa Alloh duosini ijobat qiladigan kishi edi. Duo qil chiqani, meni ko'zim ochilsin. Men seni ko'ray, undan keyin iymon keltiray. Uzayr alayhissalom duo qildi Alloh taologa, ko'zi ochildi, oyog'i ham ishladi. Ko'zi ham ochildi, oyoq ham ishladi. Hamma narsa Allohdan deymiz-a. Oyoqni to'xtatadigan, ko'zni to'xtatadigan, qonni to'xtatadigan, miyani to'xtatadigan, jonni to'xtatadigan Alloh. Hamma narsa Allohdan. Duo qildi, ko'z ham ochildi, oyoq ham yurdi. Qarab, haqiqatdan sen Uzayr ekansan dedi. Tanidi. Shundan keyin yetaklab keldida qavmi o'tiradigan joyga kelib, "Ey qavm, Uzayr, mana bu kishi Uzayr ekan. Bu o'sha yo'qolgan vaqtda Alloh taolo o'ldirib, 100 yildan keyin Alloh taolo tiriltiribdi. O'zi aytayapti mana" dedi. Odamlar kuldi. Qanaqa Uzayr 100 yildan keyin deydi. Ularning ichida o'tirgan bir qari kishi yoshi 118 yoshda. Uzayr alayhisalom chiqib ketayotganda 18 yashar o'zining bolasi edi. Yoshi 118 yoshga yetdi. Dada 50 yoshda. Shunda turdida aytdiki, "Meni dadammi?" dedi. Yelkasining o'rtasida qora bir xoli bor edi, belgisi bor edi dedi. "Qarayman, agar shu bo'lsa, men dadam bo'ladi" dedi. Turib shunday qarasa, haqiqatdan ham hali belgi turibdi. Uzayr alayhisalom Alloh subhanahu va taolo tiriltirib. Mana bu qissani bizlarga zikr qildi. Tarix, Qur'on aytdi. Biz Qur'on aytganligi uchun bunga iymon keltiramiz. Alloh taolo buni behuda bir nimalarda bayon qilmadi. Qur'onda o'zining huzuridan nozil bo'lgan eng muqaddas kitoblarda Alloh taolo bayon qildi. Bu kitobda yolg'on, to'qima narsalar aralashmagan kitobda zikr qildi Alloh taolo. Ana Ibn Abbas qala
inna İbrahim aleyhisselam merra biracülün meyyitin za'amu ennehu habeşiyyun ala sahilil bahr. İbn Abbas radıyallahu anh'a keltiryapti. Demak, o'lgandan keyin tirilishlik haq ekanligiga shu zamonda tirilgan odamlarning qissalarini Qur'ondagi kelgan qissalar bilan dalillayapmiz. İbrahim aleyhisselam bir sahilning bo'yidan o'tayotgan edi, dengizning chetida. Bir odamni o'lib, shu yerda yotib, necha vaqt o'lib qolib ketgan haligi odam. Qarab tursa, dengizning mahluqlari chiqib, bu yetini yeb, dengizga tushib ketyapti. Tashqaridan, tepadan qushlar uchib kelib, o'laksa yeydigan qushlar changallab, tumshuqlari bilan yulib, yeb osmonga uchib ketyapti. Tashqaridagi vahshiylar, itlar va boshqalar kelib, yeb tashqarida yana tog' bog'larga ketyapti. İbrahim aleyhisselam qarab turib hayron bo'lib qoldi. Subhanalloh, bir bo'lagi dengizga ketyapti. Bir bo'lak osmonga ketyapti. Bir bo'lak vahshiylar tog'larga va dashtlarga olib ketyapti. Shunda İbrahim aleyhisselam Alloh taologa duo qildi. Wa iz qala İbrahim robbi arini kayfa tuhyil mauta. İbrahim aleyhisselam iymon keltirgan payg'ambar. Qiyomatda Alloh taolo qaytadan tiriltirishiga, lekin payg'ambar alayhisalom aytgan eshitishlik ko'rgandaqa bo'lmaydi deydi-ya. Eshitgan ko'rganda emas, 100 marta aytganda bir marta ko'rgan yaxshi deydi. Shuning uchun İbrahim alayhisalom Allohdan birinchi duoyimni Alloh qabul qilarmikan degan ekan deydi. Ikkinchisi, yana ham ko'rsam iymonim mustahkam bo'ladi degan umidda Allohdan so'radi deydi. Shubhalangani uchun emas. So'radi Alloh taolodan: "Ey Alloh, o'likni qanday tiriltirishingni menga bir marta ko'rsatgin" dedi. O'likni qanday tiriltirishingni menga bir marta ko'rsat dedi. Alloh taolo: "Avalam tu'min?" Sen iymon keltirmaganmisan dedi Alloh taolo. Deganida, "Bala, walakin liyatma'inna qalbi." Men iymon keltirganman, lekin qalb yana ham taskin topsin, xotirjam bo'lsin qalb dedi. İbrahim alayhisalom Alloh taologa. Alloh taolo qala fakhuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayh. Alloh taolo aytdiki, 4 ta har xil qushlarni 4sini ol dedi. Biri kattar, biri tavus, biri qarg'a, 4sini ol dedi. 4sini dedi, bo'lakla dedi. Bir idishga solib, hamma patlarini, go'shtlarini, qonini hammasini aralashtir dedi. Hammasini aralashtirdi. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Keyin 4 tog'ning 4 tepasiga, 4 tarafga bo'lak olib borib bunday shu aralashtirganingdan qo'y dedi. Birini go'shi bu yoqda, birini go'shi bu yoqda. Boshlari İbrahim alayhisalomning oldida qoldi. 4 ovni bosh. Keyin aytdiki: "Thumma du'uhunna ya'tinaka saya wa lamanallohu azizun hakim." Keyin ularni endi o'zing chaqir dedi. Hammasini qilib bo'lgandan keyin İbrahim alayhisalom chaqirdi. Chaqirgan vaqtida haligi qushlarning patlari patiga, go'shtlari go'shiga kirib, hammasi kelib İbrahim alayhisalomning oldiga keldi deydi. Boshi yo'q qushlar. İbrahim alayhisalom boshini olib bunday qilsa, haligi meniki emas der ekan. Haligi ikkinchisinigini olib kelib boshlarini joylashtirdi Alloh subhanahu taolo. Ko'zini oldida Alloh subhanahu taolo 4 qushni 4 yoqda Alloh taolo shunday qilib tiriltirib qo'ydi. Bu ko'z bilan ko'rib Alloh taolo Qur'onda bizga voqea qilib aytib bergan qissalardan. Hud alayhisalomning qissalariga qaytamiz yana. Demak, tirilishlik haq. O'lgandan keyin tirilishlik bu haq. Hud alayhisalom qavmini da'vat qildi. Qavm endi nima qila boshladi? Hali kattalar, haligilar tirilmaymiz degan narsani aytgan edi-ya, endi kibrlanishdi. Takabburlik. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Yerda haqsiz kibrlanayotgan kishilar dedi. Ad qavmi. Alloh taolo ad deb aytibdi. Haqsiz kibrlik qilyapti. Aytdilarki, bizdan ko'ra quvvatli kim bor? Bizdan kuchli kim bor o'zida bor? Eng yomon so'z shu ekan. Bizdan ham kuchli kim bor? Alloh taolo aytadi, ko'rmayaptimi Alloh taolo ularni yaratgan zot ulardan kuchli ekanini ko'rmayaptimi ular?
Ularni yaratgan zot Alloh taolo ulardan kuchli ekanini ko'rmayaptimi? Va kanu bi ayatina yajhadun. Bizni oyatlarimizni ular inkor qilyapti, deyapti. Allohu akbar degan kalimani ma'nosini bilmagan odam Allohu akbar bir so'z. Shuni ma'nosini bilmagan odam menning ko'ra kuchli kim bor der ekan. Allohu akbar ma'nosini bilmagan odamlar men kuchliman deydi misol. Hammani yiqitaman, kuchim ko'p deydi. Birov puliga suyangan odam aytadiki, Allohu akbarning ma'nosini bilmay, meni pulim ko'p, hamma narsa qo'limdan keladi deydi. Birov mansabiga ishongan odam Allohu akbarning ma'nosini bilmaydi, mening mansabim zo'r deydi. Hamma narsa hozir qo'limda deydi. Allohu akbar jamia mo'min odam aytadiki, Alloh hammasidan ham buyuk, Alloh hammasidan kuchli. La havla va la quvvata illa billah. Kuch, quvvat faqat Alloh tarafidan deydi. Kuchimiz, quvvatimiz, harakatlanishimiz, turishimiz, o'tirishimiz Allohdan. Alloh taolo ishlama deydi, ikki oyoq itoat qilmaydi bizga. Alloh taolo gapirma deydi, bu suyagi yo'q til gapirmaydi. Alloh taolo ko'rma deydi, ko'z to'xtaydi. Harakatni hammasi kimdan? Alloh taolodan. Shukrini ado etishimiz kerak. Mana shunga o'xshab men kuchliman deganlarning biri Ibrohim alayhisalom bilan talishdi. Kuchliman, mendan kuchli kim bor deganlar. Namrud podshohlik qilib turgan davrida Ibrohim alayhisalomning dangi ketdi. Buni inshaalloh Ibrohimni alayhisalom qissasida zikr qilamiz. Shu vaqtda Ibrohim alayhisalomni chaqirib turib Alloh taolo buni bizga bayon qilyapti qisqacha qilib. Alam tara ila allazi haja Ibrohima fi robbihi ana ataahu Allohul mulk. Alloh taolo mulkni bergan kishi Ibrohim bilan Robbi haqida, Alloh haqida hujjatlashyapti, talashyapti. Kim Alloh deb talashyapti. Ibrohim alayhisalom Allohning kim ekanligini, qanaqa zot ekanligini isbotlamoqchiligini. Shunda aytdi: Robbiyallazi yuhyi va yumit. Alloh mening Rabbim shunday zot, o'ldiradi va tiriltiradi dedi. Alloh taoloning kim ekanligini bildiryapti. Alloh taologa ishonmaydiganlarni ba'zilarini bir nimasiga to'xtaylik. Avval bir faylasuf, ya'ni bu osmon yerlar o'z-o'zidan paydo bo'lgan. Alloh taolo yaratmagan bu osmon yerlarni. Bu azaldan bor. Azaldan bor. Buni Alloh yaratmagan. Bu tabiatning qonuni shunday. Tabiat yaratgan deydiganlardan biri, faylasuflardan biri Kufa shahriga kelib qolgan ekan. Al-Mansur xalifatlik davrida. Mansurning xalifatlik davrida Kufaga keldi. Kelgan vaqtida shu e'tiqodini sekin-sekin tarqatyapganda Mansur chaqirdi xalifa, podshoh. Chaqirib kelchaligini deb. Chaqirib kelgandan keyin haligi Mansurning oldiga kelgandan keyin aytdiki, hurmatli Hazrat xalifa Mansur, siz atrofingizdagi olimlar bu osmon yerni Alloh yaratdi deyapti ekan. Men osmon yerni Alloh yaratgan emas, o'z-o'zidan bor, bu tabiatning qonuni ekaniga juda ham ko'p dalillarim bor dedi. Ishongan olimingizni olib keling, tortishib talashga tayyorman. Al-Mansur albatta buni xalqqa da'vat qilib turgan odamga bir isbotlab beradigan odam chiqish kerak. Alloh taolaning bor ekanligiga, bir ekanligiga, Alloh yaratgan ekanligiga. Shunda Abu Hanifa rahmatulloh alayhini chaqirtirgan ekanlar. Abu Hanifa rahmatulloh alayhini chaqirtirganlarda Abu Hanifa rahmatulloh alayhi hozir boraman dedi. Voqea aytildi. Hozir boraman degandan keyin majlis odamlar yig'ilib o'tiribdi. Haligi xudosiz faylasuf o'tiribdi. Shunda dedi Abu Hanifa ancha kechikib keldi. Haligi xudosiz ana sizlarning imominglar kelib talashishdan qo'rqyapti, Allohni bor deb qo'yib, endi o'zi qochib yuribdi deb boshlaganda Abu Hanifa kirib keldi deydi. Kirib kelganlaridan keyin aytdiki, nimaga ketishding desa, uzr. Men bilasizlar, daryoning narigi qirg'og'ida o'tiraman. Hali endi kelib qayiq bilan o'taman deb tursam, shamol bo'lib men kelishimdan avval qayiqlarning hammasi parcha-parcha bo'lib, biri suvni u bo'yida, biri bu yoqda yog'ochlar yotibdi ekan. Shundan
Shu yerga kelib taajjublanib turgan edim, yog'ochlar o'z-o'zidan kelib jamlanib, qayiq bo'ldi-da, shular jamlanguncha kutib turdim, keyin minib mana o'tib keldim dedi. Deganida Xalay Xudosiz aytdi, qahqaha urib kulib, mana bunaqa bundan ham battar yolg'onchi bormi yer yuzida? Aytayotgan so'ziga ham ishonasizlarmi? Shunaqa noma'qul, aqlga to'g'ri kelmaydigan gapni aytib turibdi dedi. Deganida Abu Hanifa aytdiki, Xudosiz, dinsiz. Bir qayiq ikki yog'ochni o'z-o'zidan kelib jamlanishiga aqling bavar qilmayapti-yu. Osmon yer, ustunsiz osmonlar yerlarni yaratuvchisiz yaralgan deyishga qanday jur'at etyapsan sen dedi. Osmon yerlarni yaratuvchisiz yaralgan deyishga qanday jur'at etyapsan dedi. Inday olmay qoldi. Hammani oldida uyalib qoldi. Aytdiki, sen meni shu gap bilan to'xtataman deb o'ylayapsanmi dedi. Seni agar osmon yerni yaratgan Alloh yaratgan bo'lsa, o'sha Allohni menga ko'rsat dedi. Ko'rdingizmi qanday kufr? Haligi bir aytishadi-yu, bittasi buning qanchalik nima ekan bilmaymiz. Aytadi, shogirdlarga deydi, bir ustoz aytibdi ekan deydi, Xudo yo'q. Bu Alloh taolo yaratgan emas yer yuzini. Qani agar Alloh bo'lsa, ko'rsatinglarchi menga Allohni deb deydi. Biz ko'rib turgan narsamizga ishonamiz deb bolalarni tarbiyalayapti ekan deydi. Shularning ichida bir zakovatli bir bola chiqib aytibdiki, "Ey ustoz, biz ko'rib turgan narsaga ishonamiz, boshqa ishonmaymizmi?" "Yo'q, boshqa narsaga ishonmaymiz" desa, "Sizni aqlingiz bormi?" degan ekan. "Aqlim bor" desa, "Aqlingizni biz ko'rmayapmiz" u degan ekan. "Ishonmaymiz sizning aqlingiz bor ekaniga" degan ekanda. Shunga o'xshab deydi, yana bir xudosiz odam musulmon olimning oldiga kelib aytibdi, "Men senga 3 ta savol qo'yaman" dedi. "Javob ber chiqani" degan ekan. "Qo'y." Birinchi savolini aytibdiki, "Osmon yerni, insonni Alloh yaratdi deysizlar, ko'rsat chiqani Allohni" debdi. Indamay turib, "Ikkinchi savolingni ham qo'y" debdi. "Ikkinchi savolim, shayton va shaytonga ergashganlar do'zaxda kuyadi deysizlar. Shayton o'tdan yaralgan bo'lsa qanday do'zaxda kuyadi" dedi. O'zi o't, shayton. Qanday o'tda kuyadi? Uchinchi savolingni qo'y degan ekan. Uchinchi savolim taqdir, hamma narsa taqdirdan, Allohning taqdiri deysizlar. Taqdir qayerdan kelibdi? Hamma odam o'zi qilgan narsasi aql bilan ishlab ketaveradi. U taqdir degan narsa yo'q debdi. Degandan keyin yerdagi yotgan bir yavalak g'ishni, loydan bo'lgan g'ishni olib haligini boshiga solibdi. Javob yo'q, boshqa yo'q. G'ish bilan boshni yordi. Ikkovlari talashib, tortishib qozining oldiga bordi, sudrashib. Qozi aytdi, "Nima bo'ldi?" deganida, "Men mana bu musulmon olimman deganga kelib 3 savol qo'ydim. Javob bermay, hech narsa qilmay yerdan gavalakni boshimga urdi" dedi. Qozi aytdiki, "Ey olim, nima unaqa qilasiz? Javob bermadingizmi bunga?" degan javob berdim. Uchoviga bitta javob bo'ldi. Qanaqa javob degan ekan, "Allohni menga ko'rsat" dedi. Bu shunday savol berdi. "Mana men gavalak bilan urgan bo'lsam, og'riyotgan bo'lsa, og'riqni menga ko'rsatsin" debdi. "Og'riyaptimi boshi? Qani ko'rsatsin shu og'riqni" debdi. Ko'rsata olmaydi-yu og'rig'ini. Xo'p, shayton do'zaxda qanday yonadi deb aytdi. Inson loydan yaralgan, qanday inson azoblanyapti debdi. Taqdir ishonmayman debdi. Ishonmaganida, mana shu taqdirdan ekaniga ishonmaganida, boshiga kaltak tegishini bilganida kelmagan bo'lar debdi. Demak, taqdir ekan, keldi kaltagini yedi debdi. Shunga o'xshab Abu Hanifa rahmatullohi alayhi haligi ikkinchi savolni qo'yib, "Alloh taoloni ko'rsat menga" degan ekan. Abu Hanifa aytdiki, sut olib kelib, "Ey" dedi, "kofir" dedi. Faylasuf. Alloh taolo, "Ey faylasuf, qatiq qaymoqlar qayerdan keladi?" degan edi, "Sutdan" dedi. "Ko'rsat sutda hozir mana turishida qatiq bilan qaymoqni" dedi. "Sutdagi qatiq qaymoqni ko'rsata olmaysan, yana Alloh taoloni menga ko'rsat deb aytasan" dedi. Haligi yana ham nima qildi? Iymon keltirmayapti-da, kofir. Aytdiki, "Xo'p, mayli, 3-oxirgi savolimni beray." Nima edi degan edi. 3-savolim, hozir shu holat, hozirgi vaqtda Alloh taolo nima qilyapti? Qani aytchi dedi.
Alloh nima qilyapti? Abu Hanifa rahmatullohi alayh boshini engashtirib o'ylanib qoldi. Birozdan keyin aytdiki: "Ey faylasuf, siz tepada, mana sen tepada o'tiribsan, men pastda o'tiribman. Sen pastga tushsang, men tepaga chiqib turib javob beraman, bo'lmasa javob bermayman." Kursida o'tirgan edi, faylasuf tushdi, pastga o'tirdi. Abu Hanifa chiqib kursiga o'tirdi. Endi javob bermaysanmi degan edi. Alloh taolo hozir shu vaqtda bir senga o'xshagan xudosiz dinsizni pastga tushirib xor qildida, bir menga o'xshagan xudoga, Allohga iymon keltirganni tepaga chiqarib aziz qildi dedi. Nima qilyapti deding? Shuni qildi Alloh taolo dedi. Ko'rdingiz? Haligi kim mendan kuchli deydigan odamlar Alloh taologa shunchalik qudratiga ham shak shubha qilib, haligi Namrud Ibrohimni chaqirdida, Alloh nima u? Nima qila oladi Alloh? Men qilgan narsani qila oladimi deyapti. Ahmoqlikni qarang, so'rayapti. Shunda aytdiki: "Yuhyi va yumit." O'ldiradi, tiriltiradi desa, badbaxtlikni qarang. Ikkita o'limga hukm qilingan, qamoqda yotgan ikkovini chaqirtirdi. Afkinglar. Ikkovi ham o'lish kerak o'zi. Aytdiki: "Buni hozir o'ldirib olinglar, mana mayli buni kechirdik, buni o'ldirmanglar, qo'yib yuboringlar qamoqxonadan" dedi. Demak, bu masxaravozlik bu. Alloh taolo tiriltiradi, o'ldiradi desa, buni qilyotgan ishini qarang. Demak, u bilan talashishning foydasi yo'q. Boshqa dalilga ko'chish kerak. Ibrohim alayhisalom aytdiki: "Innalloha yati bish-shamsi minal mashriq, fa'ti biha minal maghrib." Alloh taolo dedi, shunday zot quyoshni mashriqdan chiqaradi, mag'ribga botiradi. Sen kim kuchlik deyapsan? Sen mag'ribdan chiqarib mashriqqa botirchi dedi. Endi qo'ldan kelmaydi-ya, endi. Qo'ldan kelmaydi. Ana shu vaqtda kim ekanligi bilinadi. Shu vaqtda mendan kuchli kim deyotgan odamlar shu vaqtda bilinadi. Quyoshni kim terbatib turibdi? Quyoshni kim chiqarib turibdi? Ertaman chiqarib kechpayt botirib. Shuncha katta azamatli bo'lgan quyosh kechpayt borib Alloh taoloning arshida sajda qilar ekan. Sajda qilar ekan quyosh. Inson zarracha bo'lgan bir inson takabburlik qilib, kim deb o'zini katta tutyapti. Qala qavm Hud qavmini Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qilishga chaqirgandan keyin qavmi yana nima dedi? Hudning qavmi, Ad qabilasi. Qalu ajitana lina'budu Alloh wahdahu wa nadhar ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sodiqin dedi. Aytgan gapi: "Ey Hud dedi. Sen dedi, ota-bobolarimiz ibodat qilgan narsani tashanglar, bitta Allohga ibodat qilinglar deyapsanmi?" dedi. Ota-bobolarimiz ibodat qilgan narsani tasha, bir Allohga ibodat qil deb aytyapsanmi? Sen va'da qilayotgan azobingni olib kechqani, sodiq bo'lsang dedi. Subhanalloh, azobni so'rab olishadi. Va'da qilayotgan azobingni olib kel agar sen sodiq bo'lsang dedi. Shuning uchun bu darsdan keyin o'qiladigan narsa emas ekan. Hozir aytiladigan narsa ekan, mashinalarni chekroq qo'yinglar. Bu yerda o'tayotgan skorilar bor ekan dedi. Shularga xalaqit qilyapti ekan, o'tolmay qolyapti. Mashinasi yo'lga qo'ygan odamlar. Mashinani chekkaroq qo'yinglar. 10 minut avvalroq kelsanglar, mashinani zapravkaning oldilariga, naraq-beraqlarga qo'yib kelsanglar, ham yurib kelganinglarga ajr bo'ladi. Sal uzoqroq qo'yib. Demak, ota-bobolarimiz ibodat qilgan narsani tasha deb aytyapsanmi? Subhanalloh. Ko'r-ko'rona ota-bobolarga ergashishlikning zararini qarang. Payg'ambarga ergashmaslik bo'ladi. Ko'r-ko'rona ota-bobolarga ergashganlar olimlarga ergashmasligining sababi shu o'zi. Kerak bo'lsa ular payg'ambarlardan "Opga azobni" deb so'rashyapti. Shuning uchun hech taajjublanmasligimiz kerak. Bugungi kunda birovlar "Sen noto'g'risan, seni o'qiganingga ham ishonmaymiz" deyotganlarni eshitganda hech taajjublanmaymiz. Buni payg'ambarlarga aytilgan narsa. Va idza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh, Alloh taolo aytdi. Alloh nozil qilgan narsaga ergashinglar deb aytilsa, ular aytadiki: "Bal nattabi'u ma alfayna alayha aba'ana." Ota-bobolarimizdan o'rgangan narsamizga ergashamiz deb aytayapti. Urf odatimiz qayerga ketadi unda? Urf odatlarimiz qayerga ketadi? Ota-bobolarimizdan o'rgangan narsalar qayerda qoladi unda? Uni tashlay olmaymiz biz, shunga o'rganib qolganmiz deyshadi.
Alloh nozil qilgan narsaga ergashadigan vaqtida. Avalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Ata bobolari aqllari yetmagan bo'lsa, hidoyat topmagan bo'lsa ham shularga ergashadimi deyapti Alloh taolo. Keyin Hud alayhisalomning qavmi aytdiki, ey Hud dedi. Ad qavmi, ey Hud dedi. Biz bunday senga qarasak, sen bizni ata bobolarimizni xudolarini, butlarini tasha deyapsan. Shuni aytganing sababli senga bir jinnilik tegib qolgan o dedi. Qarang, topgan bahonasini qarang. O'shalar senga ziyon yetkazdi deyapti-da. Mana bizlarda ham bor-ku. Birovlar qabrlarga juda ham qattiq ixlos bilan nima qilishadi qabrga. Haliginga yolg'on narsaga endi qasam ichmoqchi bo'ladi. Bir yolg'on narsaga qasam ichmoqchi bo'lsa, Allohga qasam ichdi desa, yolg'ondan Allohga qasam ichib yuboraveradi. Mana qabrning tepasida turibmiz. Qasam ichchi agar shu yolg'on bo'lsa, shu qabrga kelasan desangiz, yo deydi. Allohga qasamni yolg'ondan ichaveradi, lekin boya qabrlardan, avliyolardan, bir o'liklardan shuna qo'rqadi. Agar yolg'on qasam ichayotgan bo'lsang, mana o'likni tepasiga olib kelib turib, mana shu o'likni tepasida qasam ichchi. Agar yolg'on bo'lsang, uyingdan o'lik chiqsin desangiz, qasam ichmaydi. Allohga qasam ich desangiz, 1000 ta yolg'onga qasam ichaveradi. Allohning nomiga qasam deb ichaveradi. Ko'rdingizmi qanaqa? Ularning e'tiqodi shunday edi. Payg'ambarni tan olmayapti. Bu eng katta musibat. Lekin bizni xudolarimiz senga bir jinnilik tegizgan deyapti yana. Aytayaptiki, qalu yahud ma ja'tana bi bayina va ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik. Hud, bizga bir hujjatlarni olib kelmading, bir dalil, bir mo'jiza olib kelmading sen bizga. Va biz seni gaping uchun olihalarimizni tashamaymiz, xudolarimizni. Biz senga iymon ham keltirmaymiz. Qarab tursak, faqat senga olihalarimizni ba'zilari yomonlikni senga tegizdi dedi. Ya'ni shu jinni bo'lding sen deyapti-da. Mana avvalda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu islomni qabullashdan avval juda ham qattiq edi. Musulmonlarga juda ham qattiq aziyatlar yetkazgan edi bu kishi. Alloh taolo radhiyallohu anhu ahli jannat ahllaridan, payg'ambar alayhisolatu vasallam qaynotalaridan shunda Zinnira degan bir ayol ko'zlari ko'r bo'lib qolgan edi. Musulmon bo'lgan, unga aziyat yetkazdi, hatto ko'zlari ko'r bo'lib qoldi, islomni qabul qilgan. Shunda mushriklar aytishdiki, Zinnirani dedi. Bizni ota-bobomizni butlarga ibodat qilmasdan Muhammad alayhisalomga ergashganligi uchun ko'zi ko'r bo'lib qoldi dedi. Bizni butlarimiz uni ko'zini ko'r qildi dedi. Bizni butlarimiz uni ko'zini ko'r qilib qo'ydi dedi. Shunda duo qilib Alloh taologa duo qildi, hattoki bular mana shuni aytmasin deb turib. Duo qilgan edi, Alloh taolo o'rnida ko'zini qaytarib berdi. O'rnida ko'zini ochib qo'ydi Alloh subhanahu va taolo. Thumma keyin Hud alayhissalom aytdiki, inni akhafu alaykum azaba yawmin azim. Qarasa hech qanaqa foyda yo'q. Jinniga chiqardi, qabul qilmadi, kibrlandi. Oxir aytdiki, Hud alayhissalom, men sizlarga alamlantiruvchi katta bir azob kelishidan qo'rqaman. Qalu sawa'un alayna awatha am lam takun min al-wa'idin. Qavm aytdiki, va'z qilasanmi, va'z qilmaysanmi, bizga farqi yo'q dedi. Da'vat qilsang ham qilmasang ham farqi yo'q bizga dedi. Fa'ti bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Obke o'sha va'da qilayotgan azobingni obkechi agar sodiq bo'lsang dedi. Subhanalloh, qaytardi. Azobingni obke dedi. Qala innamal ilmu indalloh. Hud alayhisalom aytdiki, uning ilmi Allohning huzurida, qachon u bo'lishlik bo'lmasligi, qachon keladi azob, men bilmayman, Allohning huzurida. Va uballighukum ma ursiltu. Alloh meni yuborgan narsani sizlarga yetkazyapman. Nima narsa bilan yuborsa, shuni yetkazyapman sizlarga. Walakinni arakum qawman tajhalun. Lekin sizlarni jahil qavm ekaninglarni ko'ryapman dedi. Alloh subhanahu va taolo Hudni yolg'onga chiqarib, unga kofirlik qilib, uni masxara qilganliklari uchun Alloh taolo qavmini azobladi. Azoblanishligi Alloh taolo shamol bilan azobladi. Shamol bilan. Nariga Nuh alayhisalom tufon bilan, suv bilan. Bularniki shamol bilan bo'ldi. 3 yil chamasi deydi.
yomg'ir yog'madi. 3 yil. Odamlar suvsirab, daraxtlar qurib, ekinlar bitib, shunday bo'lgandan keyin hammasi suv talabida turibdi. Alloh subhanahu va taolo bir kun bulut yubordi, qop-qora bulut. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adabun alim. Ular bir kun qarasa, bir qop-qora bulut ularning vodiysiga qarab kelayotganini ko'rishdi. Aytishdiki, mana bu bulut inshaalloh mana bulut kelyapti-ya, yomg'ir endi yog'adi deyishdilar. Bulut kelyapti, yomg'ir yog'adi. Qop-qora bulut, yomg'irni yog'adigan siyoqli bulut kelyapti. Shunda yomg'ir kelyapti deganda Alloh taolo aytadi, balki bu sizlar shoshilayotgan azob. Unda shu bulutni bilan birga rihun fiha azabun alim, alamlantiruvchi azob shamol kelyapti bulutda. Hamma narsani Allohning amri bilan vayronasini chiqardi. Ularning faqatgina maskanlarigina ko'rinib turar edi deydi. Biz mujrim qavmlarni shunday azoblaymiz deydi Alloh taolo. Va fi adin iz arsalna alayhim ar-rih al-aqim. Foydasi yo'q bulutlarni biz yubordik deydi. Ya'ni bulut shamollarni yubordik. Shamol foydali shamollar. Bir daraxtni bir-bir bilan urkitish uchun shamollar yuboriladi, foydasi bor. Bu hech qanaqa foyda yo'q. Faqat azob bo'lgan shamolni biz ularga yubordik. Ma tazaru min shay'in atat alayhi illa ja'alahu karramim. Ularga kelgan shamol deydi, chirigan suyakday, qurigan cho'pday ularni shunday qilib tashadi deydi shamol. Shamol kelib. Shamolni Alloh subhanahu va taolo ularga 7 kecha yu 8 kunduz shamol esdi. Va ular ichi kavak bo'lgan xurmo daraxtlari ildizi bilan sug'urilib olib tashlanganday uylarni ichiga kirib olsa, uylarning ichidan ham Alloh taolo sug'urib shamolda uchib chiqib ketdi. Shunchalik darajada Alloh taolo yashiringan joy-joylardan Alloh taolo sug'urib tashladi. Faqat Hud alayhissalom va unga iymon keltirganlar bir joyga jamlanishdi. Alloh subhanahu va taolo ularni mana shu narsadan saqladi. Ya'ni shamolni o'sha joyga tegmadi. Faqat shu joyga tegmadi. Boshqa atrofdagi mana shu qishloqdagi Hud alayhissalomning qavmini, Ad qavmini hammasini Alloh taolo nima qildi? Shamol bilan halok qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shamol esadigan bo'lsalar aytar ekanki, Allohumma inni as'aluka khayraha va khayra ma fiha. Ey Alloh, bu shamolning yaxshiligini va unda keladigan narsalarning yaxshiligini so'rayman. Va sen yuborayotgan narsalarning yaxshiligini so'rayman. Va undagi yomonliklarni va sen yuborayotgan narsalardagi yomonliklardan panoh so'rayman derdi. Oysha onamiz aytayaptilarki, "Iza takhayyalat as-sama taghayyara lawnuhu." Bulutlar kela boshlasa payg'ambar alayhisolatu vassalomning ranglari o'zgarardi. Tashqariga chiqib, kirib, o'tirib, turib o'rinlardan shunaqa qilardilar. Faida umtirat, yomg'ir yog'guncha shunday bo'lib turardi. Yomg'ir yog'salar payg'ambar alayhisolatu vassalom sekin xursand bo'lardilar dedi. Oysha onamiz buni bilganlardan keyin so'radim dedi. "Ya Rasululloh, nimaga siz shunday bo'lasiz?" deganlarda payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Bu ot xuddi shunday xursand bo'lgan edi, yomg'ir yog'masdan turib. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbil awdiyatihim." Ularga kelayotgan bulutni ko'rgan vaqtda, "Mana bu endi bulut yomg'ir yog'diradi" dedi, lekin Alloh taolo ularga shamolni azob qilib jo'natdi. Va yaqul ya Aisha, "Ma yu'minuni an yakuna fihi azab." Ey Aisha, bu kelayotgan bulutlarda azob qo'shilib kelayotganligini men qayerdan bilaman dedi. Qanday men undan aman bo'lishim mumkin? Shuning uchun Alloh taolodan qo'rqib turamanki, bir azobini yuborib halok qilishligidan qo'rqaman dedi. Vaqad uzziba qawm birrih, Ad qavmlari shamol bilan azoblanishgan edi dedi. Alloh subhanahu va taolo Hud alayhissalomni va unga iymon keltirganlarni mana bu shamolni azobidan qutqardi. Alloh taolo aytdi: "Va anjaynahu vallazina ma'ahu bi rahmatin minna." Biz uni va unga iymon keltirganlarni o'zimiz tarafdan bo'lgan rahmat bilan ularni qutqardik. Va qata'na dabirallazina kazzabu bi ayatina. Bizni oyatimizni yolg'onga chiqarganlarni orqasini kesdik, ya'ni naslsiz qildik. Ulardan nasl qolmadi. Hammasi halok bo'ldi. Faqatgina Hud va unga iymon keltirganlargina qolib, shulardan nasl tarqadi. Va ma kanu mu'minin. Bizni oyatimizga iymon keltirmaganlarni Alloh taolo nima deyapti? Orqasini kesdik, naslini yo'q qildik. Mana bu Hud alayhissalomning qissasining nihoyasi. Hud alayhissalom va unga iymon keltirganlar bundan keyin yashashdilar va Hud alayhissalom vafot etib, Hazarul Mautda dafn qilindi. Hozirgi kunda ham shu joyda u kishining qabrlari. Vallohu alam. Inshaalloh
Keyingi qissamiz Solih alayhissalom payg'ambarning qissasi keyingi darsimizga qoladi inshaalloh. Subhanak